Ko'chaga mana men. Bu ko'cha. Keldimi? Ha, biz o'sha birinchi qavatdamiz. Birinchi qavatda. Ko'cha joyda deyin biladi. Biz ketyapmiz politsiyaga. Assalomu alaykum. Meni hozirgi ishlarimni Koreyadagi Nozima qizimni o'limiga oid bo'lgan hamma ishlarni olib boradigan bizning advokatimiz. Yaxshi qilib qo'yinglar, tanib olinglar. Bulardan boshqa hech kim bizga advokatlik qilmaydi. Biz hamma ishimizni olib borish uchun, advokatlik ishlarimizni olib borish uchun bular bilan bugun dogovor tuzdik. Qo'l qo'yib berdim, faqat shularga murojaat qilinadi. Dogovorga qo'l qo'yib berdik. İsmingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni avazaga kirganingizda, avazaga siz oldingizga kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'iz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchini tekkazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonasiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi. Nima u hamma yo bardak o yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi, hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda o'qsiz. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi bu narsalar. Bu narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-yu. Jahilda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber. Nimaga siz savoldan qochyapsizmi? Politsiyaga qachon bordingiz? Qochmaysan. Ber savol, beradi hamma savol. Efir qilgan kunimiz ham bordim. Birinchi. O'sha haligi Birinchi. o'lgan kun bordim. O'zi biladi. Buni bosh o'ziniki. O'rgatmaylar. Men aytdim, shuncha odam turibdi. Savoliga konkret savol beryapti. Javob ber, qisqa lo'nda. Vafot etgan kuni va o'sha efir bo'lgan kuni. Bo'ldi. Demak, politsiyaga bordingiz-da. O'sha yerda janjallashganingizni aytdingizmi politsiyaga? Aytdim. Politsiya uyga kirdimi? O'sha o'lgan kuni biz больницаdan chiqdik. O'sha payt o'sha politsiya, больница hammasi birga kelar edi. Pojarniy nimadir muammo bo'lsa. Endi qarang, sizga savol-da. Mana 1 yil, 2 yil o'zingizlar bilasizlar muddatinglarni, mana birga bir-biringlarni yoqtirib yashadinglar, to'g'rimi? Sevishdinglar, vaqt kelsa birga yashadinglar, to'g'rimi yo noto'g'ri aytganmanmi? Gapiravering. Bo'ldi. Yo'q, gapiravering emas, to'g'rimi? O'shanga siz o'shanga qarab aytaman. Bo'ldi. Ha bo'ladigan bo'lsa, siz erkak kishi sifatida qanaqasiga siz bu narsaga vijdoningiz yo'l qo'ydiki, o'lgan o'zingizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz yo'qligida yaxshi ko'rgan insoningizni, ayol ojizani internetga olib chiqib, uni har xil videolarni ko'rsatingiz, mana qilib. Bu erkakchiligi, qanaqa g'ururingizga sizni bu qabul qildi? Qaysi videoni olib chiqib ko'rsatibman mana deb? Internetda polni aylanayotgan narsalarni nazarda tutib aytaman. Общий. Bittasini aytdim, o'shani asos qilib pichoq ko'tarib yurgan-ku, to'g'rimi? Pichoq ko'tarib yurdi deb olib chiqqan joyingiz bor-ku. Majbur qilishdi o'sha narsaga. Xo'p, nima uchun? Tergovchi emas, avazaga oddiy inson bu, tergovchi emas bu. Kirganda nimaga endi mana bu icharida qilib ichilgan, chakilganini hammasini bularga aytib, o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lajak turmush o'rtog'ingizni nega unaqa internetda obrazlarni aka. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin deb turib, nima bo'lgan bo'lsa, ro'y rost aytgan. Bu ichib o'tirgan bo'lsa, men ichib o'tiruvdim demagan degan narsalar bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Mana shu savoliga men javob beraman. Bu savol meniki ekan. Yo'q, o'zlari javob bersinlar, iltimos, avazak, iltimos. Qarang-da. Nima bo'lgan taqdirda ham
u sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. U siz uchun o'zi qurbon bo'ldi. Shu narsani biling ukan. U siz uchun o'zini qurbon qildi. Oil janjallashdinglar, boshqa narsa. Lekin u erkak bo'lib, u mard bo'lib, siz agar tilingizni o'zini osgan bo'lsa, mard bo'lib osib ketdi. Siz o'zingiz internet chiqib qolman, o'zimni osaman demang. Erkak bo'ladigan bo'lsangiz, olib osib oling. Lekin mamyoda bu naborot mardlik qilib o'zini osdi. Kimgadir osonman, o'lolman emas. Nimaga taqlid qilyapsiz? Bor o'zini dosmoqchimisiz? Nimaga taqlid qilyapsiz? Siz bor o'zingizni osasizmi agar men osdim? Yo'q, nimaga taqlid qilyapsiz bu savolingiz bilan? Bor o'zini dosyapsiz. Men aytmoqchi bo'laman gapim, siz erkak kishi bo'lib turib, yoningizda turgan ayolni naborot internetga sharmanda qildingiz. Просто sizga bazor. Qancha yashirdik, mana shunday og'zimizni yopib, aka, yo'q, bo'ldi, yo'q. Hamma aybni bo'ynimga olib turibman, video ko'rsalar. Onglar qaysi aybingizni olasiz bo'yningizga? Qaysi aybingiz? Hamma narsani o'zim bo'ynimga olib turibman. To'xtab turing, to'xtab turing. Qaysi hamma narsa, qaysi? To'xtab turing. Qaysi bo'yni to'xtab turing. Siz bo'ynilariga olib kerak ekanlar. Nimani bo'ynilariga olibsiz? Siz aytdingiz. Yo'q, hamma narsani to'xtab turing. Bo'ynimga oldim deyapti. Nimani bo'yningizga oldingiz? Ko'rsating, iltimos, xalq ko'ryapti. Bo'ynimga oldim dedi. Nimani bo'yningizga oldingiz? Hamma narsa. Bu yerda urush bo'lishidan oldin, u janjallardan oldin onasi haqida, o'zini shaxsiy hayoti haqida aytgan gaplarini men aytmaganman edi. Işte nimaga aytmaganmanki, ayda onasi ham o'sha narsani eshitib turib, erta vijdon azobida o'tmasin shu narsalarni, bo'ynimga olayin, qabrimga olib ketayin, hech qayerda aytmayman shu narsani deb hech kimga aytmadim. Qalay javob oldingiz? Hozir siz aytayotgan gapingiz, men hammasini bo'ynimga olmayman-ku deyapsiz. Siz nimani bo'yningizga oldingiz deyapman. Hozir yana bir marta qaytaraymi? Hozir gapirgan gapimni yo'q. Bo'yningizga olgan narsani ayting bo'ldi. Mana aytyapman, uyidagilarni temasini, oilasida oldin bo'lgan hayotini, stress olgan narsalarini aytmasdan, men tufayli urush bo'ldi, meni anaqam tufayli urush bo'ldi deb turib bo'ynimga olib turibman. Tushunyapsizmi? Demak urush bo'lganda siz bo'yningizga olyapsiz, to'g'rimi? Men tufayli bo'ldi. Anaqa osilganda siz qayerda edingiz? Nozima osilganda, uyda o'lganida qachon ko'rib qoldingiz? Qayerda edi? Yo'lda edim. Yo'lda Nozimani oldiga kelyaptimiz? Klasonda uyimga ketyapti ro'lim. Uyingizga ketyapsiz. Mana Nozim bilan siz janjallashdingiz, siz yana chiqib ketyapsiz uydan, qaytib kelayotganingizda yo'lda o'sha o'lgan, to'g'rimi? Yo'lda o'zimni uyimga ketib turganimda o'zini osib qo'ygan ekan, bu xabarda sherigim aytdi, o'zini osib qo'ydi. Mani olib borganda ozgina nafas olyotdi degan anaqasi ham bo'lgan. Shunisilarmi? Bular o'lib qolibdi, o'zini osib qo'ydi, birinchi militsiya chaqirmagan. Ularga shunaqa bo'lsa, doktor chaqirgan bo'lsa ham o'sha tez yordamdagilar xabar berish kerakmi militsiya xodimlariga? Tanish joyiga. Tanish doktorga olib borgan. Necha marta yetishyapti. Bo'lmagan. Nozima nafas olmayotgandi. Sirojiddin yechib olgan bola aytdi, onam aytdi, nahotki Sirojiddin sizga telefon qilgan bo'lsa, kirib birinchi yordam ko'rsatib yordam berishni ilojisi bo'lmadimi desa, men kirsam o'zini osib bo'lgan ekan. Men yechib oldim. Yechib olganingizdan keyin badani muzlab bo'lganmidi? O'lganmisa, badani muzlab bo'lgan edi. Qizingiz o'lgan edi o'sha dedi. Keyin biz bankaga olib borganimizda yuragi, biz bankaga olib borganimizda oxirigacha gapirib olaylik, biz bankaga olib borganimizda yuragi 1-2 marta urdida apparatda, keyin yana urmadi, o'ldi baribir. U nima deydi? U har bitta odamda bo'lar ekan, qanaqa o'lik bo'lsa ham ba'zan 2-3 marta yordam ko'rsatib apparatga ulagandan keyin o'zi shunaqa 1-2 marta yuragi urib ketar ekanda, keyin yana bo'ldi, to'xtar ekan, shunaqa qilib jon berar ekan dedi. Hozir men oddiygina 1-2 kun holatiga sizlarni ham bu gruppani eshitdim, gaplarni ukunki xorazmlik bir yurist aka aytdilar, kecha yana bir yigit chiroyli gaplarni aytdi, ular qilishdi. O'sha zam hokimni ham chatiga kirib 2-3 marta provokatsion savol berdim-da ularga. Agar dedim, o'sha Ehsonchi va Sherzodda haq bo'lsa, o'sha Ehsonchi aytgan edi, Nozimani onasini viza bilan chaqirib ol bilaman, qo'limdan keladi bir deganga deb o'zi katta gapirdi. Ana shunday bo'lsa, ularga provokatsion savol berganiga nimaga sizlar shuni qilmayapsizlar hozir deb dedim men. Agar sizlar haq bo'lsalaringiz, hech qanaqa ularsiz ayblaringiz bo'lmasa, chaqirib olinglar, o'zlaringiz ko'rsatinglar. Politsiyaga olib boringlar, nima ekspertizani olib chiqinglar, boshqa kameralarni ochib, telefonni lokatsiyalarini olib ko'rsatib beringlar dedim. Ham bo'lib, sразу olib chatdan chiqarib o'chirib tashladi ana zam hokim degan. Bu же bilinibdi, что ularga только в их ularning interesiga gapirish kerak.
plus ularni kecha gapi, ularni chatiga eshitgan gapim bo'yicha что Sherzod kirgan chiqib ketgani bor birga Nozima bilan pastga tushgani haqida. Lekin u volrum turumlarga bemalol deraza tarafdan ham kirsa bo'ladi. U yerda kamera yo'q. Sherzod haqida aytmoqchi edim-da, savolim bor edi. Agar mana ayblari bo'lmasa, onalarigami, shu Dalil Uzdagi Javohir akagami aloqaga chiqib bo'lgan voqeani, nima bo'lgan, urush bo'lgan o'sha vaziyatni nima qilganlar, doktorga nechida olib borganlar, u doktorni nimalar qilishgan hammasi haqida batafsil ma'lumot berdilarmi? Kimgadir o'zlarini oqlash tomonidan ham kimgadir foydam tegsin degan ma'noda berdilarmi? Shu ma'lumot shu haqida. Birinchi bo'lib Jo'ram kirdi dedi. Keyin nima dedi? Ikkinchisida u kirdi, Siroj kirdi dedi. O'zim aytgan bilmayapti u bola. Yo'q bo'lib ketdilar-da, bu narsa aytmayaptilar ham. Kurashmayaptilar ham, ba'zi mayli ana hayot qurishgan-ku, ba'zi nima bo'lganda oxirida urush bilan ketgan bo'lsa ham hayot qurishgan-ku, baribir qadr bo'lish kerak odamga. Ayblari yo'q deb seriyada. Javohir aka pryamoy ana Avaz akani orqalariga turib olganlar-da, bo'ldi faqat shu. O'zini chaqirib so'roq qilayotganda Avaz o'rtada bo'lib qo'ydi. Bu yerda Avaz qo'ymayapti Sherzodga gapirishga. Javohir aka juda konkret, aniq savol beryapti Sherzodga. Sherzod tilida ilayotgan joyda Avaz bo'lib qo'ydi. Pryamoy efirda. Undan keyin aloqaga chiqishdimi Javohir aka bilan Sherzod? Juda katta xatolik u chiqsa ular. O'shani aytolmanda, shu yerdan ham bilsa bo'ladi, ayblari borligini. Assalomu alaykum. Mana bir gapim bor edi. Boya zam hokimda ozgina o'tirdim-da. Sherzod bilan savol javob qilishgandek bo'lishyapti-da. Men bitta narsani tushunmadim. Tergov boshlandi. Men Javohir aka endi aytayotdilar, tergov boshlandi. Nima deb? Sherzod aytayaptiki, bizani chaqiryapti, просто так guvoh deb chaqiryapti. Bizdan gumonlanuvchi deb bizdan so'roq savol qilinmayapti. Biz просто guvoh bo'lib qolganmiz deb yozyapti. Men o'sha narsani tushunmadim. Hozir tergov shunday boshlanganmi yo ana eski nima Koreyada o'sha o'zlaricha avazlarni tanishi boshqalari endi yopdi qilib mamna qilganki, o'sha tergov yopilgandan keyin mana Feruza opa borganlaridan keyin mana apellyatsiyaga berishlari kerak-ku, o'shanda tergov, haqiqiy tergov o'shanda ochiladi. Men o'sha narsani tushunmay qoldim hozir. Chunki o'ziga uverenniy bo'lib anaqa qilib endi yozyapti-da u. Mani gumonlanuvchi deb menga qaralmayapti. Menga faqat guvoh sifatida nimaga tergovga chaqirilyapti deb yozyapti hozir. Mana shu chatdagi Guli Akzamovlarni ochib nimadan hozir gapirman. Ikkinchisi, qachonki o'sha onam borib apellyatsiyaga berib, ya hamma narsa qaytadan bo'lishni boshlaganda, ana unda o'sha haqiqiy tergov boshlanadi. U nima deydi, keyin u chatdagi aniq Sherzodmi yo'qmi u biz bilmaymiz. Chunki zam hokimi Telegramdan kirib yozilyapti. Uni o'zi yozyaptimi, boshqasimi? Chunki Sherzod bir og'iz hech bo'lmasa голосовой gapirmadi-da. Голосовой aytmadi. Mana men bugun chat bo'ladi, chatda hamma savollarga javob beraman, faqat og'zaki emas, yozma ravishda. Men SMS qilib yozaman, chunki menga advokatim gapirishga ruxsat bermagan deb hech bo'lmasa go'rs tashlab bermadi-da. Yo'q, men uni tushunmayman. O'sha narsaga hayron qoldim-da. Bizga gumonlanuvchi deb qaralmayapti, bizga faqat guvoh deb qaralyapti deb aytayapti-da. Men o'shanga hayron qoldim. Gruppadagi admin qolganlarni aybdor deb aytadi. Allo. Chatdagi boshqa nimalarni ham ochib qo'yinglar. Ochiladi. Ana o'sha mingtadan oshib ketdi-yu, 2000 ga qarab. Menga yozyaptilar-da, Guli Akzamova. Yozishadi, mana menga ham yozib qo'yishyapti. Sekin o'zi adminlar ochadi. Qarang, Barno Adilovna sizga bitta savolim bor edi. Shu nimada, shu ishda hozir hali gaplashdik-ku siz bilan.
chatga kirganimda deb o'shani hozir o'ylab qoldimda. Fasolni ham qanaqadir bir nimasi bor deb o'ylaysizmi siz yo unaqa o'ylamaysizmi fikringiz? O'ylaylar bu darajada ko'karib ketsa ham xuddi qopib ortgandek chiqib ketyapti-yu. Manda mana shunaqa narsa taxminlar bo'lgan. Marhumani tanasidagi jarohatlarga kelib chiqqanda, masalan, uyda ham, masalan, oilaviy janjalda ham, masalan, u kimnidir qatigadir qattiqroq yoki ko'chada bu janjal bo'lsa, odamni tanasini bunchalik darajada ko'karib ketishi o'sha ilikka ilik narsada. Bu marhumani tanasida masalan necha kun davomida kelib, bir kunda yetib kelgani yo'q, srazuda. Necha kundir ham Koreyada qoldilar, masalan, burada muzxonada bo'ldilar. Ko'karishlar kamayishi kerak bo'ladi, lekin shundan keyin ham shu jarohatlar qolib ketgan-ku. Mani taxminim bo'ldi, demak, og'ir narsalar bilan, ya'ni jarohat yetkazadigan narsalar bilan faqat qo'lda qilinmagan deb o'yladim. Undan keyingi taxminim hozir organ odam ichidagi organizmdagi organlari savdosi to'g'risida ham gap chiqib ketyapti-ku. O'ylayotganim, bularda faqat avaz emas, bularda hammani ham taxmini deb o'ylayman, bu narsa gruppavoy mana shunaqa yaratib olishgan. U yerda yana Koreya fuqarolarini ham mana shu joyda daxli bor, chunki bular murdalarni частный больницаlarga olib borar ekanlar, частный morglarga olib chiqar ekanlarda. Keyingi savol, tug'ilgan savol menda mana bunaqa bo'ldi. Setoraxonga vakolatnoma berildi-ku. Setoraxon masalan videolarda ko'ryapmiz-da, Sherzod chiqyapti-da, morgga kiryapti bemalol. Mayli, Setoraxon o'zlarini oqladilar. Maytni yuvgan paytida ko'rdim nimaga? O'shandan oldin bu qiz morgga borib o'sha marhumani tanalarini ko'rmadi, chunki yuzlaridagi jarohatlardan keyin ham aniq bo'ldi-ku. Barnopa, yaxshimisiz? Yo'q, qarang, Setora Peshetta xato gapirdi. Faqatgina yuvishdan oldin yo yuvgandan keyin ko'rmagan. Oldin ko'rgan. Birinchidan mana bu Setora opa menga o'zini tanishtirdi. Setora opani bitta ukasi yozgandi. Men ko'chadagi ukalarim, mani opam bor, politsiyada ishlaydi, sizlarga yordam beradi, beminnat, unaqa dedi. Onangiz nomerini bering dedilar. Keyin men aytdim, yo'q, qarang, onamni mazasi yo'q, reanimatsiyada yotgandilar. O'sha videolar chiqib ketgandan keyin mazalari qochib reanimatsiyaga tushgandilar. Onam mazasi yo'q, qani opchangizlar menga yozsin. Guvohnomalarni ko'rsatib, meni qani ishontirasizlar-chi? Rostdan advokatmikanlar? Keyin gaplashamiz dedim. Keyin yozdilar, mana advokaturada advokat bo'lib ishlayman, men nechtasini qamoqdan chiqarganman, qamoqqa tiqqanman, hammasini o'rnini ko'rsatib qo'yaman deb boshladi. Keyin bunda Telegramga kirib qarasam, o'sha advokaturada sud anaqalarining ichida nima deydi, minbari deydi, mana shunaqa joylarda turib rasmlarga tushgan, men bu pejiklarni ko'rsatdim. Mana meni 3 ta guvohnomalarim bor deb ko'rsatdilar. Keyin qarang, hozir onangizlar bilan gaplashtiring, video qilaman dedi. Kimda qaradim, endi ishondim. Men hozir boraman deb opchangiz ko'rsataman dedilar. Bizga 8 kun opcham ko'rsatishmagan edi. Keyin shuni opam nima qildimda, xo'p dedim, to'xtang, men onam oldiga boray dedim. Keyin onam shu chiqdi, indamasa shu chiqib ketdilar-da, notariusga borib, davernis qilishlaridan oldin men vaqtlarini solishtirib isbotlab bera olaman bu gapimni. Setora opa menga telefon qildi. Menga qildi, men ko'tara olmadim, onamga qildi. Onam shunda ko'tardi, hali biz onam notariusda hali o'chir kutyaptilar, lekin o'sha Farida bilan Setora kirib opchamni ko'rishgan. Kimda qaradim, Setora opa rosa xira ko'rinyapti, iltimos videoga olib tashlang, tiniqroq bo'ladi desam, menga aytdilar, "Yo'q, qarang, videoga olish mumkin emas" dedi. Xira ko'rindi, biz yuzini yaxshi ko'ra olmadik-da, chunki o'sha rasmni ham qo'yganmiz, oppoqqina bo'lib xira ko'rindi. Ular ham aytdi, qizingiz oppoqqina bo'lib yotibdi. Setora ham Farida ham ko'rdi. Opchamni tan jarohatlarini bilish uchun uni boshqa xonaga olib kirib, yuvayotganda ko'rish shart emas, opchamni yuzidan hamma narsa ayon edi. Menga ham shu narsa juda ham qiziq. Nimaga hech kim tekshirmadi? Nimaga posolstvo yoki boshqa joylar tekshirib, nimaga vaqtida temirni qizig'ida bosib, yo'q, qarang, qizingiz ahvoli shunaqa ekan, uylari shunaqa ahvolda, gumonlar juda ham ko'p, dalillar juda ham ko'p, ulikilar bor. O'zingiz keling deb nimaga aytishmadi? Avazbek bir marta aytdi, yolg'on bo'lmasin. Siz hozir endi o'zingiz keling desam, nima qilasiz ki? Davernis bersangiz qizingizni olib chiqib berishadi, dedi. Davernis bersangiz qizingizni olib chiqib berishadi. Jo'natib yuboramiz, siz hozir kelasiz, nima qilasiz? Til bilmasangiz, yana ortiqcha rasxod, pul ketadi deb gapirdi Avazbek. Keyin onam aytdi. Keyin endi o'sha payti ona shok holatda garang bo'lib qoladi. Ha, to'g'ri aytasiz, aytdi Anora, rostdan ham hozir men borib
anavi Avazbek ham to'g'ri man til bilmasam man nima qilaman jo'nataman deyapti-ku. Undan ko'ra mayli tayyorgarligimizni ko'raylik deb shunaqani qildi. Chunki Avazbek ham aytdi kelib nima qilasiz hozir masga viza qilib beray desam hozir batta qancha vaqt qolib ketasiz, qancha расход ketadi degan gaplar shunga shu ma'noda gaplar bo'ldi. Ha, mana shuning uchun savol tug'ildi-da bizda ham. Mana shunaqa nimaga Sotiroxon ixtiro etishmadi degan savol tug'ildi. Keyinchalik xayolimizga endi fikrimiz, taxminimiz mana shunaqa narsaga kelib qoldi. Demak, bularda Koreya fuqarolari ham bu narsaga aralashgan, posolstvo ham o'zini odamlari bor degan narsa shubhaga ketdik. Endi posolstvoni masalan biz hozir aniq faktimiz yo'q, lekin Avazbekning gaplariga qaraganimizda fakt kelib chiqyapti-ku, men 24 soat ular bilan aloqadaman dedilar-ku. Endi balkim u yerda posolstvoni aloqasi bo'lmasa ham bular shunaqangi darajada chiroyli qilib hujjat tayyorlashgan posolstvoga tekshiruvsiz shundoq o'tkazib yuborishga ruxsatnoma olishgan yoki tanish biluvchilik ketgan. Hamma aytyapti-ku hozir Koreyada demoqchi emasman. Endi posolstvo mani onamni opchamni tanimaydi bu bir. Avaz bilan mana 10 yildan beri birga anavi qilib babi posolstvo bilan o'shani o'qib gaplashib, dokument tayyorlab, o'lib jo'natishadi. Endi Avazbekni yaxshi taniydi ular. Posoldagilar. Qisqacha posol deb qo'yay. Endi u Avazbekni 10 yildan beri yaxshi taniydi. Ha deb enimda 10 yilda уже aka jigardek bo'lib ketishadi. Bir-birini yaxshi tanib. Endi bu ham hamma o'sha endi bularni oldingidek babini bo'lib ketadi deb jo'natib yuborishganda. Lekin videoda seriyali videoni bittasida aytsam maylimi? Menga anaqa tuyulayotgani o'zi ularni aybdor deb bilmayman, lekin bitta videoda aytganlarki, onalariga morgxonaga borganlarida lekin siz shoshiryapsiz, ona bilaman bolangizni tezroq olib kelishni xohlaysiz, hamma shunaqa xohlaydi, lekin olib kelgandan keyin bolani holatini ko'rgandan keyin, ko'mgandan keyin eksgumatsiya qilishni ham so'rab qoladi, shoshirmang degan joylari ham videoda bor, lekin men ko'rib hayron qoldim shunisiga. Shu deb aytganlar ekan, ana video vizit qilib gaplashib turishgan. Maylimi? Ana video vizit qilib gaplashib turishgan, videoga olishgan-ku, morgxonani oldiga borganda. Esingizmi? Nima uchun aytilgan? Chunki u payti ekspertizaga ruxsat berasizmi, bo'lsinmi, что nima deydi? O'zbekistonga bu yoqqa kelgandan keyin biz ekspertiza qildirmasligimiz uchun aytilgan gap bu. Вот именно aytdi, qizingiz 2 marta ekspertiza bo'ldi, nima qilasiz? 3-marta qiynab dedi, opchim kelishiga 2 kun qolganda. Onam bizda ham qildiraman deganda, nima qilasiz? 2 marta bo'ldi degandan keyin, ha, to'g'ri 2 marta bo'pti. Koreya ham anoyi davlat emas, rivojlangan davlatda biz o'zimiz anavi qildik. Bo'lmasa biz Toshkentda qildirmoqchi edik. Именно Avazbekning ana o'sha gapiniga, anavi nima deydi, manipulyatsiya bo'lib, gipnoz bo'lib, ha, bo'ldi o'sha Avazbek o'shday qildiradigan bo'lsangiz, ha, to'g'ri debmiz-da. Endi anaqa gapda boya aytdi-ku, endi posolstvoga chiroyli qilib hujjat tayyorlagandir deyapmiz-ku, dedilar. Posol ham odami bor-ku, posol odam jo'natadi-ku, o'sha o'likni ko'rikdan o'tkazish uchun. Yo, noto'g'rimi? Yuristlar bormi? Mana bu yuridik kollejda yoki institutda o'qiydiganlar, mana bu qonunni o'rganganlar bormi? Mana bu posolni ham posolstvoni ham o'zini odami bo'ladi-da. Mana shunaqa o'liklarning oldiga borib, ko'rikda o'tkazib, o'zi aeroportgacha kuzatib, bu yoqda aeroportgacha balki kelib, yana tudapratdan ketadigan o'zini odamlari bo'ladi. Mana Anora hozir gapingizni bo'laman, men o'sha chatda aytishdiki, mana shunaqa chet eldan o'sha ishlashga kelganlarni posol o'zi hamma narsasini qilib jo'natishga, o'zi nima bo'ldi, shularni qarashga, bular shu nimaga olingan ekanda, ishga shunaqa qilish kerak ekan, shartnomada bor ekan narsalar. Buni bunaqa kartochkani otgandek bunaqa holatda jo'natib yuborish uchun posolni nimaroq shubhali bir nimalari bor. Sizga posoldan telefon bo'ladi dedi, shu o'zimiz posolni qo'li bor, o'tda posolstvoni qo'li bor. 100 talik. Nima aytayotdi? Anaqa videoga olish mumkin emas degan ekan-u, o'shanda videoga olishgan-u, kim olgan o'shanda? Anaqa boshlari mana gematoma deb. Qarang, u video O'zbekistonda biz olganmiz. Chunki hammasi gapidan tongani uchun men o'zim olganman. Chunki o'sha
undan keyin ham o'shani undan keyin zapis chiqdi Avazbek onamlarga baqirib ketgansiz o'shani bir-biriga baqirib anaqa qilgan-ku siz Avazbek ko'rdingizmi qizim ahvolini deganda yo'q men ko'rmayman men ko'rmaganman men o'liklarni ko'rmayman degan ana hammasi tondida gapidan hammasi gapidan tondi ko'rdinglarmi Nozimani ahvolini deganimizda hammasi gapidan tongani uchun ana o'sha video olingan hozir mani chatimga bitta SMS keldi. Anora anaqa menga yozdilar gapirolmayapman umuman chatda yozolmadim manda gap nimam o'zimni savolim bor edi taxminim Anoraga mana shu nimada gapim hozir Anora mana shu nimani posolstvoga hech nima qilib aytdinglarmi nimaga yo ular chiqishdimi shu nimadan bildirib mana shunaqa urib ko'kartirib mamatolog'ini chiqarib yuborib jo'natib yuborishgan yo'q ana o'shada o'shalar ham juda ham qiziq keyinda bunaqa narsa onam o'sha bir marta birinchi o'sha vizaga topshirdi shu ish man dalilingiz bilan boshini aytganda endi boshini aytganda vizaga topshirdilar tergovga deb taklifnoma keldi tergovga deb chaqirdilar taklifnoma endi eshitishim bo'yicha o'zi tergovga deyilsa Koreya tergovchisi chaqiryapti koreys 24 soat даже srochniy shunaqalari bor ekan xuddi mana shu holatdagi 12 soatda ham chiqar ekan lekin onaniki birinchisi отказ bo'ldi men to'g'risi men bu narsaga tushunmay qoldim qanday отказ bo'lishi mumkin mana ikkinchi marta yana topshirilgan uni javobini gumonim bor edida mana hamma ishlarni ko'rib o'sha chatda hozir gapirolmaydigan bittasi yozuvdi-da menga shuni gapini aytsam bo'ladimi nima haqida nima mavzuda savol berilgan ekan savol nima bering Durdona hozir posol haqida gapiryotgandikda o'shanga hozir mavzu o'zgarib anaqa chiqib ketmaydi yana deb nima qilmoqchi edi shunaqa savollar bo'lsa bersanglar yaxshi sekin уже nima bo'lyapti-da man ko'rmadim man Sitora man ko'rmadim mazam bo'lmay qoldi yokida shoshdimmi bilmayman deb gapirdi-ku lekin videoga olib bergan ekan-ku to'g'rimi prямой efir qilib olib bergan ekan-ku to'g'rimi Nozman shunaqa videoda ko'rsatgan ekan borib onalarga lekin xira qilib ko'rsatgan ekan lekin prямой efirga olib bo'lar ekan lekin videoga olib bo'lmas ekan-a hammaga endi bir narsa aytmoqchi edimda qo'llarda shuncha bor odam ha gapiring eshitdingizlar iltimos qarang bu yerda Nozimaga xiyonat bo'lgan deb o'ylayapman mana bu xonada Sherzod kim bilandir o'tirgan короче boshqa ayol bilan Nozima kelib qolgan keyin ularning o'rtasida janjal bo'lgan deb o'ylayapman keyin o'rtada endi ayol kishi ham bo'lgan turna qizlari dedi-ku keyin janjal bo'lgan deb o'ylayapman keyin Sirojga telefon bo'lgan shu yerda kelib olib ket Sherzodni deb o'ylagan degan короче Siroj kelguncha Sherzodni o'ndirib qo'ygan o'rtadagi boyagi ayol qochib ketgan o'sha ayol dugonasimi yoki boyagi shallaqa ayollarmi bilmadim endi men shunday deb o'yladim hammada har xil taxmin bo'lyapti masalan mani taxminimcha Nozima ichmaydi-ku fikrimni aytmoqchiman Nozima ularni Sherzodlarni o'sha guruhidan nimadandir qanaqadir ishlardan xabar topib qolgan deb o'ylayapman yo'q ularda Avazbeklarda men bunday deb o'ylayman ular gruppa tuzgan чтобы ana bu o'liklarni o'ldirib qo'yganlarni jinoyatchilarni oqlab berish uchun keyin organlardan sotib keyin ana bu kartasiga pul tashlash uchun shunaqa guruh qilib olgan sizlarni oqlab beramiz savol berdingiz-ku shunaqa bilib qolgan deb o'ylayapman dedingiz-ku mayli men shunaqa bo'lgan taqdirda ham o'lik jo'natilayotganda posolstvo odam jo'natib o'likni mundoq ko'rikda o'tkazib tobutlayotganda kafanlayotganda tobutga qo'yilib o'shani shurpavoy bilan qotirib aeroportgacha posolstvoni odami bitta guvoh boradi-da nimaga bizga shuni aytishmadi balki o'shanda vaqtida aytishganda bizga to'xtang onam aytadi to'xtanglar bo'lmasa agar shunaqa bo'lsa agar posolstvo bir og'iz aytganda telefon qilib yoki Avazbekni qattiqroq ushlab xabar Anora hozir siz posolstvo tekshirib boradi deyapsiz lekin posolstvoga hujjat deganda men shu o'liklar jo'natganim uchun tushuntirib beraman sizlarga posolstvo kelib turib
Yo'q, men Rossiya territoriyasidan men xuddi o'sha avazga o'xshab o'lik jo'natganman. Lekin men unaqa qilib Dilarim. Instagramga kecha aytib berdim-ku, posolstvo nimaga shug'ullanadi? Posolstvoga siz haqiqatdan ham O'zbekiston fuqarosi olamdan o'tganligi haqida pasportini, dokumentini taxlab olib borib, hujjat taxlab yetkazib berasiz. Posolstvo u nima sababdan o'lgan, nima bo'lgan, uni tekshirmaydi. Posolstvo faqat transport xarajatlarini to'lab berishini ta'minlab beradi. Ya'ni o'likni avazdan jo'natmaydi. Gapingizni bo'lib qo'ydim. Qarang, lekinde Avazbek aytdi, mana bu qaris odam o'sha posolstvoni odami, shu odamga doверенность qilib berasiz degandilar. Buniga nima deb o'ylaysiz? Oxirigacha aytib olay, siz tushunasizda. Avazni o'zi ham jo'nata olmaydi. Posolstvoni o'zi ham jo'nata olmaydi. Posolstvo faqat transport hodisasini xarajatlarini to'lab beradi. Imенно o'lik jo'natadigan agentstvalar bor. Agentstva uni mana o'likni rastamoshka qilinadigan joylari bor. Aeroportga olib boradigan сопровождение hamma narsalarini o'sha agentstvoga posolstvo pul ko'chirmasini ko'chiradi, agentstvo jo'natib beradi. Avaz berdi bitta qiladigan xarajati. Qarang, posol organlarini nomidan javob beryapti. Demak, shunda boradi, kimdir o'lib qolsa, borib posolist ha, mayli, shu odam o'lib qoldi, mana firmaga pul o'tkazaylik deyilmaydi. Siz unaqa narsa yo'q. Tushunmadilar. Mana Sitora ham bor, davoyim yo'q deb yozib bergan. Menimcha shuni ham nimasi bor, aloqasi bor. Tekshirishmagan shuncha. Avazbek Pirmoydanovi Avazbek Pirmoydan rosa qarillagandiku. Mana men pasolga aytganman, juda shubhali bu narsa, bitta gumonlanuvchi bor. Bu narsaga nima deysiz? Pasolga aytilgan ekan-ku. Gumonlanuvchi bor degan ekan. Ters pasol gaplashaman deyapti Setoraga. Posolstva bilan, posolstvani odami bilan Telegramdan gaplashib turar ekan. Bitta gumonlanuvchi bor deb, juda shubhali degan ekan. Ogohlantirilgan aytib o'tirgan ekan. Gapim bor. 28 kundan beri kutaman ko'tarishinglarni. Nozima 4-da o'lgan. Pasolga 10-da 10-martda. 10-martda aytganman deb telefonni o'zini og'zi bilan aytib beryapti avval. O'sha videoni qo'ygandan keyin o'sha posolga aytganda yoki o'sha videoni qo'yishdan oldin aytgan, posolstvodagilar videoni ko'radi-ku. Ko'rib turib, qotillikka o'xshabdi, Avazbek bir og'iz aytmagan ekanda deyishmasligi uchun o'sha shu bitta gumonlanuvchi bor-da, deb posolstvoda qanaqadir odamni o'zini Telegramdan lichkasiga g'oz tashlagan ekan, yozgan ekanda. Posolstvo ham videolarni ko'rdi. Mana hamma jinoyat bo'lgan deb gapirib olay. Qadami savolingiz Mohinur? Ha. Qaranglar, mana jinoyat bo'lgan deyildi, shubhani olindi, boshqa qilindi. Xo'p, jinoyat bo'lgan bo'lsa, masalan, odam qanaqadir jinoyat qilgan bo'lsa, bitta uyda o'g'irlik qilgan bo'lsa yoki nimadir qilgan bo'lsa, o'sha narsani tozalashga harakat qilib, tozalab turib, keyin ommaga ko'rsatadi-yu, bitta savol qiynayapti. Shu jinoyatga aralashgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, u qiz o'zini o'zi o'ldirmagan bo'lsa, o'sha uyga video bilan kirib borishgan, haligi yerdagi qonlarni, o'sha yerda musor bo'lib ketgan, sinib ketgan o'sha narsalar, keyin bu qiz ichgan dedi, u yerda keyin 2ta stakan bordi, 2ta butilka bordi. O'sha narsalarni shu agarda jinoyat qilgan bo'lsa, deylik, nima uchun yig'ishtirib tozalab turib, keyin xalqqa ko'rsatmasdi? Shunday bo'yicha, bardak bo'yicha ko'rsatdi. Janjal qildi dedi-ku. Janjal qildi dedi-ku, Sherzodga. Qoralash kerak-ku, qoralash uchun ham tozalamaydi. Qizil uchun qildi-yu. Bilmaganda onamga telefon qildi. Siz nimaga nima deydi? Tayanibsiz, gumonlanuvchi qotil deyapsiz. Biron bir qog'ozni ushlaydi, keyin qotil deng. Posolstvo bersin, mana Cho'tanova nima deydi, shubha bor ekan, unaqa desinda, keyin ayting deyapti. Nimaga Avazbekni o'zi o'sha butilkalarni ko'rib, qo'lda hech qanaqa qog'oz bo'lmay turib, qizni fohishaga chiqardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nimaga hali ichmaganligi ekspertizasi chiqmay turib, ichib o'lgan ekan deb uyga kirib shov qo'yib berdi, videoga olib, oynalarni sindirib. Uchinchidan, bir tomonni
ana bola telefon qildi o'layotganda o'zini o'ldirayotganda buni bilib turib eshitiboq zapis qilyapti o'rtog'i dedi. Keyin o'shani o'zini osayotganini bilib turib riski zapis qilib olgan odam nima uchun u qiz o'zini osgan bo'lsa kirib o'sha uyga bunday kirib borayotganini, osiliq turganini, qizni qanday o'lganini video qilmagan. Ommaga gap chiqmagan taqdirda ham qachondir shu muammo Va bo'lsa shu savol u eski nimalar kelinglar yangi manba o'sha bu o'lgan haqida temasi hozir shuni to'xtab turing o'lganlikka nima bo'ldi endi Yaxshimisizlar? Men sizlarni Qirg'izistondan kuzatyapman. Men o'zim ham 8 yil Koreyada ishlaganman. Nozimaxonda bu ishlarda hamma narsani eshitib kuzatyapman ko'pdan beri. Men ham o'z fikrimni aytmoqchiman. Endi Koreya davlatida nima desam bo'ladi? Bitta Viguk kam, bitta Viguk ko'p degandek hozir yaxshi qaralmayapti. Sizlar aytgandek, balki hamma narsa sotilgandir, balki hamma narsa olingandir. Endi kimdir gumondan, kimdir jinoyatchi deya olmaymiz. O'sha narsani iloji bo'lsa, shu O'zbekistonga shu hamma shaxsni, shu gumondan olinganlarni, shu jinoyat deyotganlarimizni olib kelib tergaganlar boshqa emasmi? Hozir bekardan quruq safsata bo'lyapti-da. Undan ko'ra shularni olib keladi. Anora singlisi ko'ryapsizlarmi? Kecha yana bir shunaqa jinoyat bo'libdi. Uyda nima u hozir undan ko'ra gapiring posolstva u posol ketyapti. Gapiring. Posolstvo haqida gapirsam, men onam ancha yillardan beri chet davlatda yashaydilarda. Posolstvoni vazifasi agar Sitora o'zini mana doveriynis olmaganda edi, o'ziga o'sha hamma o'sha tekshiruvlarni posolstvoni o'zi qiladi, uni vazifasiga kiradi chunki. Qanaqa muammoga uchrasangiz chet davlatda posolstvo hammasini qilib beradi sizga. Даже o'sha Sitorada yaxshi bo'ldi deb. Ha, bizda ham xuddi shunaqa devatuvdik. Bu yerda hozir bitta aka aytdilar-ku, posolstvo faqat bu yetkazib berishdi, transportni bo'yniga oladi. Hech qanaqa unaqa emas. Posolstvo da javobgarlikni ham ko'rib o'tkazish kerak ekan. Anora tuting, Anora gapingizni davom ettiring. Mana shu mavzu bo'linib ketyapti. Javobgarlikni olmaganda, shu nimani olmaganda, posolstvo olgan bo'lardi o'ziga javobgarlikni. Hammasini tekshirardi, boshqa qilardi. Ham posolstvo baribir o'sha narsani ko'rish kerak ekan. Ko'rganda, mana jinoyat bo'lyapti deydi-ku, mana jinoyat bo'lib o'lgan. Shu bo'lyapti, yo'q bunaqa bo'lmaydi deb qidirlash kerak. Joyda hamma narsa yopiladi. Davoyim yo'q deb turgan joyda. Mana shu joyda posolstvo Koreya davlatida bo'lsa, O'zbekiston posolstvosi bo'lgani uchun ham o'sha O'zbekiston qonuni bo'yicha ham ular O'zbekistonga mana bunaqa отчет topshiradi. Mana shunaqa narsa bo'lyapti Koreya davlatida, O'zbekiston fuqarosi mana bunaqa bo'lib ketyapti deb отчет topshirilishi uchun ham tekshirilishi kerak. Posolstvo tekshirmagan mana shu joyni. Demak, yo'q, davoyim yo'q desa ham baribir u bitta tekshirish kerak ekan o'luvni. O'zbekistonda mana bunaqa narsa bo'ladi-ku. Bo'lsa, обязательно u siz hatto davoyim yo'q desangiz ham mana shu narsa tekshiriladi. Shu qotillik yashirin holatda yoki o'zaro ketib qolmayaptimi deb tekshiriladi. Posolstvo, O'zbekistonning posolstvosi u yerda O'zbekiston mana konstitutsiyasini O'zbekiston fuqarolarini o'sha yerda himoya qilish uchun qo'yilgan Koreya davlatida. Mana shuni eshitdim-da. Posolstvo tekshirmaydi debganlarga bitta savolda, Nozima Baysada biron bir kasallikni deb, oldindan tashxis qo'yilgan kasallikni deb yoki bir avtohalokat yoki bir baxtsiz hodisani deb vafot etgani yo'q. O'zini osilgan deyilyapti. Militsiyalar kelgan, uyni tekshirgan deyapti. Militsiyalar har bittasini rasmga olgan bo'lishi kerak. Ekspertiza qilinganda Nozimani o'sha bo'yni, ko'kargan joylar rasmga olinadi Koreyada. Ular ekspertizachilar tomonidan. Va posolstvoga bitta papka qilib topshiriladi. Ularga arxivga tushish kerak bu narsa. Keyin posolstvo videolarni ko'ryapti. O'zini o'zi osgan qizning uyini ahvolini ko'ryapti. Keyin bu yerdan
posolstvoga hech narsa emas-ku. Shu qiz kim bo'lib ovoz bergan, "Men aytganman, mana men" deb o'shqirib chiqdi-ku. U bilganda o'sha videoni qo'ysam nimaga aytmading demasin deb, shu cho'ta gumonlanuvchi bor-da, qotillik borga o'xshayapti deb bir og'iz aytgan ekan. Bitta shu ishini sal yaxshi qilib qo'yibdi. Videoni ko'ryapti, qiz o'zini o'zi osib o'ldirgan, lekin osilganga o'xshamayapti. Osgan joyi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Keyin bitta avaz begim aytgan ekan, nimaga bitta odamni biriktirib, bu narsa menimcha posolstvoga cho't emas-ku. Bitta odam biriktirib yoki keyin konsulindan qizni uyda marhumani uydagilarga emaildan yo SMS kelinishi kerak, jinoiy ish ochiladi yoki yopiladi, shunaqa narsa konsulindan kelishi kerak. Bizga unaqa narsalar hech qanaqa narsa kelmadi yoki pramo O'zbekiston elchixonasiga xabar beriladi. O'zbekiston elchixonasi telefon qilib, sizni qizingiz shu ahvolda vafot etgan ekan, siz rostdan ham davoyim yo'q deb da'vo qildingizmi? Ertaga shunaqa apellyatsiyaga berish anonsida bo'lmaysizmi deb bir og'iz ruxsat so'raladi. Bu maktabga o'tkazadigan narsa emas. Oddiy spravka bilan hal bo'ladigan narsa. Kartoshkani jo'natgandek jo'natib yuborganda, tushundingiz Anora? Shunda jo'natib nimadir bo'lganda, nimadir bularni aloqasi bo'lgan, menimcha deb o'yladim. Militsiya borgan ekan bu narsada. Aniq bo'ptimi? Shu militsiya borganmi, bormaganmi shu? Advokatlar bilishdimi? Bormagan. O'sha rasmlarga borgan ko'rsatlanardi. Militsiyada o'sha rasmlar puliki, keyin qarang bizgacha o'sha hech qanaqa bo'lmasa, opcham o'lgan vaqti, vafot etgan vaqti qanaqa kiyimda bo'lgan, uni ham berib yorishmagan. Qon bo'lgan, nima bo'lgan, u kiyimni berib yorishmadi. O'zini osgan ro'molini ham berib yorishmadi. Lekin qarang, shuncha daftar turib uyida bitta o'sha daftarni olib ketishgan ekanda, bitta o'sha daftarni militsiya olib chiqib beribdi telefoni bilan. Konkretniy bu yerda o'zini oqlash bo'lganda, o'zini aybini yoshirish, yuvish bo'lgan, shuning uchun shunaqa bo'lgan. Shu narsalarni ham olib qolishgan. Qizlar chatda gapirsak bo'ladimi? Uyga agar militsiya borganida uyga pasportlarni olib ketish kerak edi. U yerda pasportlar qoldirilgan-ku, avvalgiga tortmadan ochib oldi-ku. Agar militsiya borganda tekshirib har bitta narsani baribir uydagilarga xabar berish uchun, shaxsini aniqlash uchun dokumentini olib ketish kerak edi, pasportini. Bo'lmaganligini pasolga ham qizig'i bo'lmaganda. Militsiya borganmi, nima bo'lgan? Umuman qo'rona ishni tutishgan. Bormaganiga deyman, uyiga kirib, gumonlanuvchini oldiga olib tergov qilishga posolstva ruxsat berganmikan? Avazli posol bilan birga shartnoma qilib o'sha birga ishlasa, ruxsat Unaqa bo'lmagan, avaz borgan debdi-ku, bari yechib olib doktorga olib borishgan, uni nafas olyotuvdi degan. Tushunasizlarmi? Bu yerda militsiya ham kelmagan. Boshida militsiya kelgan deb ham aytmayapti udi. Bu bari doktorxonaga olib borishganda ozgina nafas olgan uchun pul to'lanadigan ham bo'lib turuvdi. Tushunasizlarmi? U yerda o'lib turib militsiya chaqirilmagan-ku xonaga. Ular anaqani Nozimani olib borganda ozgina nafas olyotuvdi degan anaqasi ham bo'lgan. Tushunasizlarmi? Ular o'lib qolibdi, o'zini osib birinchi militsiya chaqirmagan. Ularga shunaqa bo'lmagan bo'lsa, doktor chaqirgan bo'lsa ham o'sha tez yordamdagilar xabar berish kerakmi militsiya xodimlariga? Tanish joyiga. Tanish doktorga olib borgan. Necha marta yetishyapti-ku. Bo'lmagan. Nozima nafas olmayotgandi. Sirojiddin yechib olgan bola aytdi, onam aytdi, nahotki Sirojiddin sizga telefon qilgan bo'lsa, kirib birinchi yordam ko'rsatib yordam berishni iloji bo'lmadimi desa, men kirsam o'zini osib bo'lgan ekan. Men yechib oldim. Yechib olganingizdan keyin badani muzlab bo'lganmidi? O'lganmisa, ha, badani muzlab bo'lgan edi. Qizingiz o'lgan edi o'sha dedi. Keyin biz bankaga olib borganimizda yuragi, biz bankaga olib borganimizda oxirigacha gapirib olaylik, biz bankaga olib borganimizda yuragi 1-2 marta urdida apparatda, keyin yana urmadi, o'ldi baribir. U nima deydi? U har bitta odamda bo'lar ekan, qanaqa o'lik bo'lsa ham ba'zan 2-3 marta yordam ko'rsatib apparat ulagandan keyin o'zi shunaqa 1-2 marta yuragi urib ketar ekanda, keyin yana bo'ldi, to'xtar ekan, shunaqa qilib jon berar ekan dedi. Meditsinada ishlaydiganlar bo'lsa, og'ir jarohat, tan jarohatini olgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa odamlarda xirillash bilan o'xshatyapti-ku endi. Mana shunaqangi holatda bo'lishi mumkin bu.
Faqat bitta holatda bo'lishi mumkin. Yurakni urishi emas, ani o'pkani ichidagi narsalarni, mana havoni chiqishi, xirillashi, odam mana shu o'lgandan keyingi holatda mana shunaqa ozgina refleks bo'lib turar ekan tanada. Mana shunaqa reaksiya bo'lar ekan. Nervniy reaksiya bo'lib qolar Kecha ekan. bo'ladi bu narsa. Ko'p Mana unaqa shuni uzoq cho'zilmaydi. 7 bularni minutgacha bo'ladi bu yolg'onni narsa. o'xshatolmagani mana shu narsada. Mana shunaqa vaziyat bo'lib qolgan shu 7 daqiqani ichida ular mana shu narsani ulab yuborishganda, bular olib borib Yolg'on turibdi bergan. kasniy U больницаga Nozima borgan. o'zini Kasniy Nozima больница. o'lmagan deb yolg'on gapiribdi-da bular. Ha, shunaqa Bular kasniy juda больницаga borib katta turibdi. o'yin qilyapti bular. Juda katta o'yin qilyapti. Hammasini avazda qo'li bor. Qarang, hamma Mana narsaga shu teginib tashlayapti. Birinchidan, ikkinchidan e'tibor qilsangiz, ani o'zidan nima qilyapti-da, nima deydilar? Alibi yig'yapti o'ziga u. Bilapsizmi? O'ziga alibi yig'yapti. Qachondir ekspertiza kelib nimadirlarni ko'rsa agar, avaz mana shunaqa narsaga qo'lim tikkandi degan narsada o'ziga alibi yig'di u. Avaz hamma narsaga avazni qo'li bor bergan. To'g'ri aytyapsiz, to'g'ri aytyapsiz. Agar gaplashib gapirib bo'lmayapti-da qizlar. Gapirsang maylimi? Gapiring. Assalomu alaykum hammalaringga. Men Koreyada bo'lib kelganimga 1 yil bo'lyapti-da. 1 yil bo'ldi qaytib kelganimga. Men ham Sirdaryolikman. Posolstvo temasida ham, mana shu politsiya temasida ham hammanglar fikr bildiryapsizlar, umuman noto'g'ri fikr bildiryapsizlar-da. Agar Koreyada politsiya chaqirilgan payti, o'sha kuni Sherzod ham aytdi, eshitib turinglar. Politsiya chaqirilgan paytda politsiyaga qo'shilib pojarniy keladi. Politsiyaga qo'shilib medikament bir marta qo'ng'iroq bo'lgan joyga u yo 12 ta yo 16 ta odam bo'lib kelishadi ular. O'sha yerni o'zida Nozimani olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Posolstvoga kelayotgan bo'lsak, posolstvada qizlar, boyagi rossiyalik aka, Rossiya qonuni bilan Koreya qonuni boshqa narsada tug'ilgan bolaga metrika ololmay qolganlardan vatanga qaytish qog'ozidan tortib o'likkacha hamma hujjat ko'riladi. Qachonki u hujjatlar mana shunaqa Sitoraga o'xshagan advokatlar topshiradi, qachonki O'zbekiston doверенность borib qolgandan keyin posolstvo o'zinikilar oldi. Demak, O'zbekiston shug'ullanyapti bu narsa bilan deb sekingina mana shu narsani yopib qilib yubormaydi. Bo'ldi, qo'lga olgan odamlar bor ekan deb topshirib qo'yishadi. Men buni o'zimdan kelib gapirmayapman. Men ham o'sha yerda bo'lganman. Bitta xuddi namanganlik bola pedofil statyasi bilan kirib ketganda men ham 3 oy shu bolani olib chiqishga yugurib ko'rganman. O'sha yerda politsiyaning ishlashini ham ko'rganman. Agar bizni o'zbeklar mana shu tarjimonda asosiy katta rol bilib olinglar, tarjimonda mana shu tarjimon deganlar qanaqa qilib politsiyaga nima tarjimon qilib bersa, politsiya o'shanga qarab shochadi. To'xtatib turing, hozirda. Men bitta so'rash so'rayapman, qarang. Men Koreyaga eshitib turing. Koreyaga men bitta qizim Koreya fuqarosi bo'lgani uchun Koreyaga xohlagan paytimda kirib chiqa olaman-da. Qaytib kelganimga 1 yil bo'lyapti. O'zim nevaramni olib keldim. Qarang, xola, posol vazifasi nima bilasizmi? Posolstvoni vazifasi. Men posolni vazifasi bu yerda boshqa narsa demayapman. Posol bitta o'lik jo'natishga, boshqa firma deyishganiga, qarang, boshqa firma shug'ullanadiganiga gap ichida aytyapman. Tug'ilgan o'zbek fuqarosi tug'ilgan chaqaloqni metrikasidan tortib, metrikasi bo'lmasa vatanga qaytish qog'ozi bilan bo'lsa ham jo'natishni hamma narsani posol ichiga olgan, bitta mujassam qildigan deb gapirib aytyapman men sizlarga. O'sha yerda vazifasi posol qarab turmaydi emas qizlar. Posol hamma narsadan ogohlantiriladi. Faqat haqiqatdan ham avaz bemalol posol bilan o'zini bitta shaxsiy nomeri bor, avaz posolga chiqadigan. Men ham ishim tushib, avaz posolstvo ko'tarmayapti deganda, Koreyada birinchidan posolstvoga ochiq telefon qila olmaysizlar. Registratsiya kuni bo'ladi. Onlayn registratsiya qilasizlar, o'shanda sizlar bilan posolstvo gaplasha oladi. Ekstreniy vazifada faqat mana shu avazga o'xshaganlar, Sitoraga o'xshaganlar, men ularni yomon deb aytmoqchi emasman. Bularni o'sha yerga huquqi bor. Xohlagan 24 ga posol bilan, posol bilan. Qolgan O'zbekistonning o'ta 5000 ta fuqarosi bo'lsa ham onlayn mana u haftaga siz o'sha posolga anaqa olasiz kirishga yoki o'sha posol bilan telefonga gaplashishga. Shundagina siz o'sha bilan qila olasiz posol bilan. Posolni eshigi Koreyada shuni ochib qo'ymagan. Bitta o'zbek yig'ilib kelsa qabul qilaman deb. Nimaga bo'lmasa bu hozir ogohlantirish nimasini bermadi anaqa. Qarang, men ikkita dokument bilan borganman. Tug'ilgan chaqaloqqa
Nimaga avazga ishonadi? Avaz akasi emas, ukasi bo'lsa ham Yo, opajon, qonun qarangda, bor-ku. uzr tushundim, to'g'ri aytdingiz. Mana 7 yil ishlaganman shu Koreyada, shu boshidan ko'rdim shu temani. Mana bu Sarapamga aytmoqchi bo'ldim, endi gaplaringga qo'shildim. Uzr, prosta mana men nohaqligiga jajidadigan bo'lamasman-da, mana bu yerda non yegan bo'laman. Endi qaranglar opajonlar, hammamiz O'zbekiston fuqarosi, biz hammamiz shu yerga borib ishladik, kimdir rizqini topdi, kimdir topmadi opajonlar. Bunday. Men endi to'g'risi gaplaringni bo'lgancha uzr so'rayman hammalaringdan. Bu narsani bitta yechim bor, mana So'rapa apati bor, bilasizmi? Apati, Vonroom, naprimerda endi. Har bitta kiradigan joyda opajonlar, singillar, akalar, ukalar, hamma joyda liftda ham kamera bor, kirib chiqadigan joyda ham, vходda ham kamera bor. Agar savolni noto'g'ri qo'yishyapti-da, savol birinchi bunday bo'lishi kerak edi. O'sha advokat olishgan ekan, koreyska. U koreyska aytish kerak edi, o'limidan 1-2 soat oldin o'sha xonadonga kim kirib chiqqani hammasi bilinadi. Chunki kameralar zo'r ularda ishlaydi. Liftda kimdir o'ldirib chiqib ketgan bo'lsa, misol uchun, o'sha baribir yuzi tushadi. Nishtalash kelgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, hammasi chiqib keladi-da. Endi men hozir aqllilik qilmoqchi emasman. Hech kim shu narsani nazarga olmayapti. Tepada kamera bor, kirishda ham, chiqishda ham, liftda ham. Shu narsani o'limidan oldin 1 soat, 2 soat yo'lsa kungini ochsa, shu advokat aytib, shu apatida yashagan bo'lsa, shu qiz apatiniki beradi. Ularniki gigabayti juda katta. Mana oson yo'li topchi. 2 soat oldin kim chiqib ketgan, kim kirgan hammasi ko'rinsa bo'ldi. Ayollar kirgan bo'lsa, ayollar o'shaning orqasidan chiqib keladi deb o'ylayman. Uzr, kechirasizlar. Mana shu bo'yicha ish ochilmaganda kamerani aytdingiz. Kamera ochilmagan. Pasolga gapiryapti. Ammo ochilmas ekan, eshitmadingizmi? Kechangi nimaga? Apatini aytyaptilar, Ammo ochilmas ekan-ku Yo'q, mayli, qo'yib kamerani. turing, Suray opa. Qaranglar, posolstvoni gapiryapmiz-ku, posolstvo bo'lsa, любой joyda O'zbekiston qonuni bo'yicha ham ular ish harakat olib borish kerak-da O'zbekistonga, chunki отчет topshirish kerak. Mana bunaqa jasad, mana bunaqa holatda ketyapti. Lekin delo mana bunaqa holatda yopilgan yoki ochilmagandi. Mana shu narsani aytyapmiz. O'zini fuqarosini himoya qilish kerak ekan. To'ppa-to'g'ri, mana shu uchun qo'yilgan ular. O'shancha qo'yilgan ekan. Mana kechga shu gapni aytishdi-da. Demak, Lekin opalar har doim ham unaqa narsa bo'lmaydi-da, to'g'risi. Yo'q, Nega bo'lmaydi? emas. Davlat, Mana men aytaman. Uzr gapingizni oldim, Bandar opa. Men Turkiya davlatida 2ta farzandimni dunyoga keltirganman-da. Bu ketayotganimda u yerda Kaymakamlik degan joy bor Turkiyada. O'shdan borib, bansa bergan qog'ozga apostol nima qildiriladi. Hamma danlilarni olinadi. Metrika beradi, ya'ni. Turkiyaning metrikasi emas, shu davlatda tug'ildi deb metrika beradi. Men olganimda otani familiyasida mani xo'jayinim qiz bolalarga otasini familiyasini qo'yib qo'yganda A harfi qo'shilmagan. Men ularga aytganimda sanikilar to'g'rilaydi degan. Keyin men shuncha dokumentni perevod qildirib, apostol qildirib, hamma narsasini notariuslardan qildirib, posolstvoga borganman. Xohishoninglar, nima qilmanglar. O'sha narsani ko'rdi-da, kuldi-da, posolstvodagilar kulishdi-da. Nima opasam, o'g'il bolani familiyasini yozib qo'yibdi-ku dedi. Keyin buni nima qilay, to'g'rilataymi, nima desam, ular meni ishoninglar aldab chiqarib yuborishdi. O'zbekistonga borsang, 1-2 so'm pul anaqa qilsang, rasxoding bo'ladi dedi. To'g'rilab berishadi dedi. Men ularning gapiga ishonib O'zbekistonda 2ta farzandim bilan birga keldim. Lekin ishoninglar, mana kelganimga necha 3 yil bo'layotgan bo'lsa, qancha joyga yugurgan bo'lsam, hech qat u narsani borib hal qilib bergani yo'q menga. Faqat dedi o'sha Turkiyada dedi, qatdan shu metrikani olgan bo'lsang, mana shu ma'lumotnomani berilgan bo'lsa, o'sha yerga borib dedi, to'g'rilay olasan dedi. Kim aytgan bo'lsa ham dedi, noto'g'ri aytgan, prosta o'zidan soqit qilgan dedi. Hozir meni 2ta qizim qanday pasollar? Ha, meni 2ta qizim hozir o'g'il bola familiyada, ya'ni otasini familiyasida-yu, faqat o'g'il bola familiya bo'lib qolgan. Mana shunaqa odamlardan demak avaz foydalanib, mana shu joyda yopdi qilib yuboradi. Bunaqa shu o'ylamaganda. Yo'q, manada endi posos elchixonani roli hamda agar marhuma chet davlatida qotillik alomatlari bilan vafot etgan bo'lsa, elchixonani bu jarayonda muhim rol beradi, yordam berish kerak. Marhumani o'sha shaxsini aniqlab, qarindoshlariga elchixona xabar berib, tergov jarayonini kuzatib, nazorat qilish huquqiga ega ekan.
va Yana bu yoqqa o'sha berish Nozimani kerak, ma'lumot tergoviga berish kerak, nisbatan Anora. adolatli tergov bo'lishini talab qilishga haq huquqli ekan. O'sha tergov Unaqa. jarayonini muntazam tekshirish kerak ekan. Mana Hujjatlarni shu narsani rasmiylashtirishda aytyapmizda. advokatlar bo'yicha o'sha posolstvo yordam berishi kerak ekanda. Mana shular o'shani masalalarini aytyapmizda qilish kerak marhumani. Shuni aytyapmiz-da. Mana O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ham ular o'zlarini harakatini yurg'izishi kerak edi-da u yerda. fuqarosini Mantiq himoya ketyapti. qilish kerakda. Mana shu Himoyachi bu bo'lmagan. hujjat emas, oddiy hujjat emas. Qiz Posolstvo aytyapsizlar-ku. ustidan yozsa bo'lmaydimi ariza Yo'q, O'zbekistonda? posolstvo ustida yozilmaydi. U nima jo'natiladi? Xodimlari. So'rovnoma jo'natiladi. O'sha So'rovnoma jo'natiladi. layoqatsizligi bo'yicha ish ochilsa bo'lmaydi Yo'q. bunga ham. Yo'q, unaqa ish ochilmaydi-da, mana bunaqa qiladi. Zapros jo'natiladi. Shu ish bo'yicha O'zbekistonda ish ochilgandan keyin posolstoga zapros jo'natiladi. Posolstvo o'zlarini ma'lumotni beriladigan joyda xato qiladi baribir ham. Chunki qo'llarida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Agar ular rostdan ham Nozmaxon o'ldirildi, mana shunaqa vaziyatda deb tergov qog'ozlarini keltirib bera olmasa, O'zbekiston tarafdan u yerda javobgar xodimlar o'zlarini javobgarchilikka tortiladi. Ichki tarafdan tartibi O'sha bo'yicha. ish bo'yicha chiqarib yuborgan, jasadni chiqarib yuborgan xodimlari. Hozir tergov boshlanadigan bo'lsa, tergov boshlangandan keyin mana O'zbekistondan zapros boradi o'tga. Mana shu vaziyat bo'yicha elchixona Koreya davlatidagi tekshiruvlar bo'yicha o'zlarini nimalarini olib berish kerak. Hozir advokat yollangan deyapti-ku. Mana shu через posolstvo agar O'zbekistonda ish ochilgandan keyin, zapros borgandan keyin posol politsiyaga o'sha kuni bo'lgan voqealar bo'yicha politsiya bo'ladi. Koreya qonuni bo'yicha ularga zapros tashlanadi, ularning javobi posolstoga keladi, posolstvo O'zbekistonga tashlab beradi. Keyin O'zbekistonda holati bor-ku, marhumani holati bo'yicha ekspertiza ish ochildi. Mana shunaqa holatda nega sizlarniki bunaqa bir-biriga to'g'ri kelmayapti? Nimaga O'zbekistonda mana Koreyada posolstvo mana shu bo'yicha shug'ullanmadi degan yana ularga zapros boriladi ish ochilgandan keyin. Keyin posolstvo bu yoqqa chiqqandan javob bera olmaydi-da, chunki ularning qo'lida narsa yo'q. Demak, bu joyda ko'zini yumib yuborgan o'sha posol, masalan, bitta xodim o'zi ichki tartibi bo'yicha javobgarchilikka tortiladi-da. Demak, mana bu joyda korrupsiya ketyapti-da. Chunki Anorani so'rayotgan savoli to'g'ri-da. Posol chiqib mana shu bo'yicha Qalisizlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Yaxshi. Bular prosta Feruza opani prosta bolamni jo'natib beringlar degan shok sostoyaniyadagi gaplarini ilib olib, bular prosta hech nima qila olmaydi. Oddiy anaqa nima deydi? Yo'q, unday temani yopib tashlashadi deb o'ylab, bular anaqa tez bolamni jo'natib beringlar deganlari uchun temani yopadi deb o'ylashganda bular. Baribir ham Bu yoqda mana shu ko'rgandan joyda keyin mana shu joyda baribir ham qizlar mana shu joyda baribir ham qarang, baribir ham O'zbekiston qonunchiligida mana shunaqa qotilliklar, mana shunaqa narsalar yopilib ketmasligi uchun baribir masalan O'zbekistonda shunaqa vaziyat bo'ldi deylik, lekin baribir ham bizlarda militsiya xodimlari aralashadi, mana shu bo'yicha tekshiruv o'tkaziladi, o'zlaricha mana shu bo'yicha protokol tuziladi. O'zbekiston elchixonasi Koreya davlatida bo'lgani uchun O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha O'zbekiston fuqarolarini himoya qilishi kerak. U yerda setora borib, mani da'voyim yo'q, mana shu men vakilman degan taqdirda ham posolstvo xodimlari mana shu narsani O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha tekshiruvga olish kerak va O'zbekistonga protokol jo'natishi kerak. Ana shuni aytishdi, mana shu narsa qilinishi kerak ekan. Nimaga qilmaydida, bitta anaqa nima bo'lib ketdi-da. Qaqa qaravotdi posol, fuqarosini himoya qilish kerak edi-yu. Bu yoqda bitta gap bor. Bunaqa o'likni bunaqa jo'natib yubora olmaydi ular. Bunaqa chiqarib tashlash kerak emas dedi-da. Man gapirayda. Bu Nozimani bunaqa, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bunaqa sostoyaniyada kelishini kutmaganmiz-da. Bunaqa qotillik bo'lgan yoki yuzlari bu ahvolda, badanlari bunday ahvolda ko'kargan, bunday ahvolda kelishini umuman hech qaysi birimiz kutmagandik-da. U Ana yuzini o'shani ochilganda o'zi aytyapmiz-da, biz hammasi ham. ayon bo'ldi. Uni avazda Biz ham katta aybi o'ylaganmiz. bor, aytmagan. Voy, Biz ham mana o'ylagandik. Nozmani shunday- opalari gapiryapsinlar, dunyo Nozmani opalari. Mana shunday, mana shunaqa sostoyanna deb u ko'rsatish kerak edi-da, yuzini ko'rsatish kerak edi. Mana videoni chiqargan vaqtda u videoga olgan, o'sha videolarini
seriya qilib chiqarishdan oldin onamga tashlab berish kerak edi. Opa, qizingizni uyi mana bu ahvolda yotibdi. Siz bir keling. Siz bir ko'ring men video chiqarishimdan oldin. Qizingiz qanday qiz bo'lgan, nima bo'lgan deb u bir tomonni eshitmasdan ikkinchi tomonni ham eshitish kerak edi. Ko'rsatish kerak edi yuzini, ahvolini. Men ko'rmaganman yuzini deb, men ko'rmaganman qizingizni yuzini deb jirillab, baqirib, baqir-chaqir qilgandan ko'ra aytish kerak edi. Effektsiz Sitora ham effekt bilan Nozimani yuzini ko'rsatgan. Xira, shira, o'shanda ham bilindi. Burni singan buni dedik, burni qiyshiq cho'ta dedik. Ko'zini tepasida chizig'i bor, nimagadir ko'karganday dedikda, lekin mana bu yaralari unday ochiq oydin ko'rsatma. Effekt bilan o'zlaringiz bilasizlar qanday chiqadi rasmlar. Effektga O'shanday ulguribdi-da, qilgan. effekt qilishga Hozir WhatsApplar Yo'q, qarang, mana bunaqada, mana WhatsAppdan qilsa, baribir internet yaxshi bo'lmasa kim bo'ladi, xira bo'lib qoladi-ku, kvadratli bo'lib qoladi. Ha, xira kvadrat o'sha effektlar qanday effekt qo'ysa bo'ladi. Iltimos qilgandik. Yuvdik, tayyorladik, bekorga videolar. Anor opa, yana shu mavzuda savolda aytyapsizlarki, bu yerda ham militsiya kelib qabul qilib olib, marhumani qabul qilib olib, bu yerda ham tekshiruvlar olib borish kerakmidi? U yerda hech qanaqa harakat bo'lmagandan keyin bu yoqda kelib, o'zi uchun davlat o'zi uchun ham aniqlab hujjatlar qo'yishi uchun keldimi? Bu yerdan agar da'vo qilinsa, xuddi bu hozir aytganimdek, qarang, gap yana posolstvoga taqalyapti-da. Posol qilish kerak edi, bu yoq militsiya olish Bu uchun. narsani posol O'zbekiston posolstvosiga zapros tashiydi. Sizlarga biz shunaqa ahvoldagi o'likni jo'natyapmiz. Posolga aloqador. Keyinchi man onamga bunaqa gap gapirishdi. Nahot kameralarni ochsa ham bilinadi-ku, bolalar o'sha payt qaysi lokatsiyada bo'lganini telefondan ham aniqlasa bo'ladi-ku, desa kameralarni ochish uchun siz o'zingiz kelishingiz kerak ekan deyishdi. Mana yaqinda. Ko'p bo'lmadi mana o'sha boshlangan o'sha Yana Feruzapani cheklab qo'yishganda, yana o'chirib qo'yishgan. Viza bu yoqdan bermaydi posol, bu yerdan nima qilib yuboradi, "Ke" deydi. Gapiring. Yo'q, o'shani onam o'yla qanday u tergovchilarga nahot berib, yo'q, faqat onasiga ochishar ekan. Faqat onasiga. Posolstvo odam jo'natsa nahotki u posolstvo, men o'zim o'zbek posolstvosidan kelyapman va o'zbek fuqarosini himoya qilish uchun mana orderim, ularda order bo'ladi. Ularda mana yozib qo'yilgan ekan bu yoqda ham nima deydi, mana shu tergov jarayonini nima deydi, muntazam tekshirib borishga 100% haqli. Nahotki posolstvo ham shu narsaga chuqurroq anavi qilmadi. Hamma narsa ayon-ku, videolar chiqdi, uyini ahvoli chiqdi. Agar o'sha militsiyada ekspertiza qilganlardan o'likni, marhumani tan jarohatlari bormi, bizga rasmga tushirib qilib beringlar, papka qilib, fayl qilib beringlar desa, ular qilib bermasmidi? Ularda bu narsa bo'lishi kerak. Ularda har bir chiqayotgan o'likni ular nima deydi, dokumentlari bo'lishi kerak-da. Chunki bu narsa arxivda turadi. Bo'lmasa yiliga hisoblashadi-ku, bir yilda u Koreyadan O'zbekistonga yoki Italiyadan O'zbekistonga, Turkiyadan O'zbekistonga shuncha o'lik kelibdi deb hisoblashadi-ku. Posolstvoni arxivida o'sha Koreya bo'lsa Koreya yoki Turkiya bo'lsa Turkiyadan qanaqa ahvol, qanaqa sostoyanda o'lik chiqib ketganligi O'zbekistonga hammasi hujjat bo'lib arxivda turishi kerak. Bu narsa o'zimizda oddiy bir ishxonada ham bor-ku. Mana yana bitta narsada o'zi aralashmaganlarida hech kim O'zbekistonda hech kim chiqmas ekanda, sizlarning ishinglar bo'yicha. Ha, bekordan bekorga chiqib internetda shov-shuv ko'tarib gapirib qilgani yo'qda, o'z-o'zidan qilganimiz yo'qda bu narsani. Keyin mana yana bitta narsa, aeroportdan kelganda darakchi uz borib intervyu olgan. O'sha payti yaxshilab eshitilsa, Avazga ham, Sitoraga ham, Faridaga ham hammasiga rahmat deyilgan. Lekin qotillar bilan alohida shug'ullanaman degan. Xo'p, mayli, Avazni ham, Sitorani ham, Faridani ham hech qaysi birini aybi yo'q ekan. Xo'p, mayli, chiqarishga videoni. Aybi bo'lmasa, hech narsadan qo'rqmasa, o'zini yo'lini davom ettiraversin, telefon qilib, "Bo'ldi, opa, mana men xolisman. Men mana topshirdim sizga. Sherzod bilan, Siroj bilan qanday shug'ullansangiz, shug'ullanavering." Lekin onam rahmatini ham aytgan, rahmat jo'natganingiz uchun ham degan. Onamni nima uchun jahli chiqdi? Baqir-chaqir qilib, o'zini shallaqlik qilib, o'zini gapini o'tkazgandan keyin jahli chiqib ketdi. U hamma ayolni jahli chiqadi menimcha. U bolasini tuproqqa qo'ygan onada masalan. Любой ayol unday qilib jimgina o'tira olmaydi-da.
to'ppa-to'g'ri. Misol uchun biz ham o'zini osgan deganda bitta o'zini mana boya Koreyadagi opam kirib aytdilar-yu, Koreyada uylar judayam kichkina deb eshitganman, judayam. Qanaqa qilib o'zini shunchalik darajada osishi mumkin? Bu qizni men orqasidan, men ham Sirdaryolikman, nechtasidan eshitdim. Qancha taksiga o'tirgan bo'lsam, u qiz unaqa emas. Hamma qo'shnilaring ham aytyapti-da, Anora. Bu qiz umuman bunaqa qiz emas, ehsonlar qilardi. Hammasi mana shu singlisi Anora aytgandek, hamma narsani aytyapti-da. Bunaqa qiz emas edi, hech ham o'zini osadigan emas edi, deyapti-da. Keyin biz ham mana misol uchun internetda ko'rganmiz. Biz misol uchun men hech nima deya olmadim. Videolarni ana Avazbek chiqargan videolarni ko'rib, men ham o'zini osgan deb o'yladim. Уже videolari chiqib ketgandan keyin, уже boshlari, qo'llari, bo'ynida anaqa bular ifloslar zasus deb aytishdi o'sha narsani. Bu narsa zasusga umuman o'xshamaydi, umuman. Chunki ikkita как будто qo'lda qisilganga o'xshaydi-da. Shu narsalarni ko'rganimdan keyin juda ham anaqa bo'lib ketdim. Avazbekdan вообще baba odam shubhalanadi-da. Ko'pchilikda gruppovoy bo'lgan ishiga o'xshaydi-da. Как будто bular qo'lida tirnalganga o'xshaydi juda ham. Baribir qanaqadir nimadir yopilayotganga o'xshaydi-da, ko'tini yopib, o'zlaridan bunday как будто tergovchiga o'xshab serial qilib yuborishdi-da. Darakchiga intervyu berilgandan keyin kechqurun Avazbek opamga telefon qilyapti-da. Opam yaxshi muomalada gapirib shunaqa deb keyin urishib ketishdi-ku. "O xotin, men sizga jim o'tiring deyapman. Sizni qo'lingizga bersin avval. Mana qizingni o'ldiribdi, qotil mana shular deb qog'oz bersin birinchi. Unday, qizingni menda shunaqa rasmlari, shunaqa narsalari bor. Men tarqatib boraman. Boshingni ko'tar." Уже onani qo'rqitishga o'tyapti-da. Угрожаетga o'tyapti-da, qo'rqitib ishni yopdi. Qilishga o'tyapti. Onam o'ziga, qiziga buyoq ekspertiza qiladigan umuman begona shahardan kelsa ular kelib nima deydi tayyor turishadi. Lekin ana o'sha zaпрос jo'natildimi O'zbekistonga? Mana bitta o'sha zaпрос kelmadi-ku. Shunaqa qilishimiz uchun. Assalomu alaykum. Zaпрос bo'lmaydi O'zbekistonga. Har doim O'zbekiston mana ichki nimalarda, hatto telegramlardagi oddiy narsaga ham aralashyapti. Nimaga shuncha olamshumul voqealar bo'lyapti? Mana shu Nozimaxon orqasidan. Nimaga O'zbekiston jim? Nimaga Tashqi ishlar vazirligi jim? Qarangda, ko'tarildi. Qarang. Ovoz beringlar.
Assalomu alaykum. Iltimos, ana bu jimmas. Hech qayer jimmas. Bilasiz, mana bu o'likni yetib qo'yganimizdan keyin, o'zini chin dunyosiga, uylariga joylashtirganimizdan keyin ancha joyga xatlar tashlab chiqdik eksgumatsiya qabr ochilishiga. Lekin ular bu narsada o'sha avaz sherzodlar bilgan qabrga qo'yilishidan keyin bu narsa ancha chigallashib, uni ochib, bu ishni qilish ancha cho'zilishini bilgani uchun bizga qabrga qo'yib olaveringlar. 20 kunda chiqadi. Ekspertiza javobi 20 kunda chiqadi. Siz qabrga qo'yib olavering. Qizingizni qiynab O'zbekistonda qildirmang, ekspertiza nima qilasiz deb avrab ovutib keldi. Yo'q, bizlar gaplashaylik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, boshidan men videoni ko'rdim. Men 20 kundan beri kuzatyapman sizlarni. Endi quloq solinglar. Paso Koreyaniki ovozni ko'rsatadi. Nimaga desangiz, opadan ular shok holatda olgan anaqa pops sizlar ishimni olib ketasizlar deb. Avazjon hamma ishni dalil anaqam yo'q degan u yoqda Koreyada. Arizam yo'q, davum yo'q, hammasi toza deb avaz Shu gapga Barno Adilovna mana gapirdilar-yu, yana bitta gapiring, siz shu dokumentatsiyali qilib tushuntiring, tushunishmayapti odamlar. Barno Adilovna. O'zbekiston Eshittiring, Inoyatovich 94. O'zbekiston Koreyada bilmaganman, o'zim Amerikada. Xo'p, qarang, holatini bilmayman, videoga Bo'ldi, eshittiring, mana tushuntirib beradilar sizga. Eshitding, men ayol kishi bilayotganim gapirmoqchi, eshitding qani uka? Mana O'zbekiston. O'sha ichimdagi gapimni qabrimga olib ketmay. Mayli, gapiring. Bizlar ham erkak. Shunday qarang. Sizlar ayol kishisizlar. Mana ham yurgan, mana qizlar bilan opa. Admin bormi, qizlar boringlar. Buzuq. Mana Bilol savol berdingiz-ku. Barno javob bersinlar, to'xtab turinglar, keyin savol berasizlar. Barno gapiring. Biloldagi nikidagi opa savol berdilar-ku, tashqi nimaga tekshirilmayapti. Mana shu narsa, hozirgi Anorani so'rab turgan narsasi ham shu narsa, qizlar. Posolstva bu narsa bo'yicha O'zbekistonga hech qanaqa protokol yoki mayit bilan billa qog'oz jo'natmagan. Undan keyin med ekspertizasini cho'zyapti deyapti. Sud med ekspertiza bo'lsin, med ekspertiza qog'ozi Luboy morgdan chiqqan paytda, Luboy mayit chiqishida billa chiqib ketadi, u 20 kun kutilmaydi. Srazu chiqib ketadigan med ekspertiza bo'ladi. Mana shunaqa holatda, mana shunaqa holatda deb. Mana shu qog'oz O'zbekistonga mayit bilan billa jo'natilmagan. Undan keyin posolstvo ham o'zlarining qog'ozlarini mana shunaqa voqea bo'lyapti. Bizlarda mana shunaqa tekshiruv o'tkazildi. Endi sizlar o'sha joydan mana shunaqa qilib tekshiruv o'tkazinglar. Chunki hozir mana bu joyda mana shunaqa tana jarohatlari bor. Bu o'zini osganga o'xshamayapti deb, hatto o'zini taxminlari bilan birga markirovka qilib jo'natilishi kerak. O'zbekistonga mana shu qog'ozlar mayit bilan billa kelmagan. U qog'ozlar avazlar tarafdan u tarafda ushlab turilibdi, tushunyapsizlarmi? To'g'ri Mana aytasiz. nimaga ishlar ham tashqi ishlar ham harakatsiz. Mumkinmi gapirsam? Ha, gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor Feruza opaga ta'ziyamni bildiraman. Juda ham chiroyli qiz bo'lgan ekan, Nazima, chiroyli tarbiya bergan ekan. Katta rahmat. Lekin meni savolim Javohirga. Javohir bormisiz? Yo'q, gapiringlar, yetkazib qo'yishadi. Xo'p, gap yetkazib qo'yishsa, Javohirni boshidan men hamma videolarni kuzatib keltirman. Javohir savol berib turgan vaqtida avval ikkisiga savol berdi-ku. Ikkisi o'tirganda video chatda. O'shanda bir-birimizni bo'g'ib turganimizda bo'lmadi bu narsa. Dasturxonni tartib shunda sindi hamma narsa deb tushuntirdi. Hech kim e'tibor bermadi. Sherzod o'zi tan olib aytdi. Bir-birimizni bo'g'ayotganimizda bo'lmadi bu. Dasturxonni tartganda uy chozdirdi deb aytdi.
Xorazmcha gapladim, uzr menga tushungan bo'lsangizlar tushundingizlar. Yo'q, tushundik. Uni rosa video qilib, reliz qilib qo'yildi. O'sha joyi mana sotib qo'ydi deb. Yana bir ikkita savol bersa Javohir. Sherzod o'z tilidan tutulib bo'yniga olishi turgan gap edi. Men 100% ishonaman Sherzod qildi shu narsani. Nechun Sherzod o'sha kunichi, agar Sherzod o'sha kuni shunaqa ilinardi tilidan. Avazbek qo'ymadi, ustingga yet, isga tepsa, men suv ichib olgin. Hozir kelib suv ichib olay, qo'ymadi, gapirtirgan Sherzodni tilida ilinayotgan payti o'sha Sherzod отдельно o'zini o'zimiz O'zbekistonga olib kelib ichki ishlarga berilsa, hammani sotib yuboradi Sherzod. 100% sotib yuboradi. Javohira, yana bir savolim. Qanday qilib, nima sababdan yoki telefonni yozib oladigan programmasi bormi ekan har qanday telefonni? Agar shunaqa bo'lsa, Nozimani telefon qilib oldin aytib chaqirgan-ku inon Sirojiddinni. Sirojiddin chaqirgan vaqtimda aytgan gaplar ham bo'lishi kerak. Zapis etadigan bo'lsa Sirojiddin telefoni. Men 100% ishonaman, ikki telefonni birga qo'yib turib, xirillagan ovozi tarqalgan video chiqdi. Men Sirojiddindan so'radim, opcha o'sha videoni. O'sha dedim, sen uyga kirding, uyga kirgandan keyin onamga aytib berdi, uyga kirdim-da shuni Sherzodga qildim. Ana mana qiz o'zini osib qo'ydi, Sherzod tez kel dedim dedi. Menga ana o'sha zapisni tashlab bering, agar opchamni xirlagani uyushtirilgan zapis bo'lmasa, menga o'sha zapisni opchamdan keyin Sherzodga qilgan zapisni tashlab bering desam, yo'q, meni dedi, shotim o'chkadi, internetim yo'q edi, qarzda edim, shuning uchun men Wi-Fi dan unga qildim, Telegramdan qildim, deyapti, duduqlanib. Bundoq qaradimda, qarang dedim. Endi savolda uyini kodini bilgan ekan, Wi-Fi-larigacha ulangan ekan. Ana o'sha Sherzodjon bilan bemalol kartalarni olib ishlatgan ekan. Nahotki podyezddan kira olmagan. Shu gapga kim ishonadi shu gapiga? Podyezga kira olmagan emas. Yo'q, qanday qilib shu Nozimani o'zini osayotgan vaqtida shart ovozli xabar yubordi. Men shunga hayronman. Qanday qilib shunga hayronman. Yo'q, qizlar, hozir bu tema qiziq emas-da, to'xtab turinglar-da. Telefon qilib yordam so'ragan ekan. Temada hozir men uningni jo'natish nimasi ketyapti bu yerda. Уже u gapirilib bo'ldi. Bo'ladigan bo'ldi. Qabr ochiladigan bo'ldimi? Nima uchun qizni haligacha telefonlari olib kelingani yo'q? Instagramlari hozir ochildimi? Instagramning kodini men bilar edim. Kodi o'zgartirilgan Instagramdan. Opcham bilan o'sha endi bir-birimizga bergandik, bilardik bir-birimiznikini, lekin kirib o'qimasdik. Nomerini Koreya nomeriga ochilganda, to'g'rimi? O'shani O'zbekiston nomeriga qilib ochib, SMS orqali ochsa bo'ladimi? SMS keldi, lekin ochib bo'lmadi, chunki u bu yerda edi. Sim karta bu yerda edi, roamingda edi. Telefon unga iCloudga bo'lib qoldi, ochib bo'lmadi. Anora, nima deyishdim? Senijonim, sizni opingiz yaxshi qiz edi. Nimaga desiz? Men boya ham aytdim, men ham 7 yil shu yerda ishlaganman. Sababini aytaman. 99% Koreyada o'zbek ayolimi farqi yo'q. Unaqa jirkanchishda ishlamaydi. Sababi juda ham zavodlar ko'p. Bizdan borganlar hammasi halol yo'lda zavodda ishlaydi. Bu hammasi shantaj narsalar. U sizni opangizlar haqiqatan ishlagan. Chunki 99% O'zbekistonga borgan ayollar ham, qizlar ham hammasi og'ir mehnat o'sha zavodda yo bo'lmasa parniklarda ishlaydi ko'pi. Bu fakt narsa. Rahmat, erkak kishi bo'lib turib, ayol tarafini olyapsiz. Shu gapingiz o'ziga. 12 ta viloyatda bo'lganman, Anorajon, senijonim, o'zim Jizzaxliman. 12 ta viloyatda bo'lganman, Koreyani, Xudoga shukr, ingliz tili 100% bilaman, koreys tili 100% bilaman. Rus maktabida tarbiya topib katta bo'lganman. Rostdan 87-yil bo'laman. Hech qanaqa nima aytdi-ku, unaqa bank, bunaqa bank, u Nori bank degani qo'shiq bank xona. U qo'shiq aytish xonasi, unaqa narsaga hech qachon sizlar chalg'imanglar. 99% O'zbekistonimizda ayollari har doim mehnatini qilman, o'zim ko'rganman. Даже svarka qiladigan farg'onalik apalar bilan ham ishlaganman. Unaqa yomon ayollar emas, unaqa joyda ishlamagan. Sizlarning ko'ngillaring to'q bo'lsin taraflama. Shu taraflama aytaman. Lekin
Opchamga Unaqa uzr gapingizni ishlatlamagan. bo'ldim. 100% ishonaman. Chunki mana bir xil mana siz hozir mana siz ham erkak kishisiz, bir xil yigitlar ishlagani ketadi. Uzog'i 2 kun yoki 3 kunda uydagilarga telefon qiladi. Lekin biz har kuni opcham bilan gaplashardik. Har kuni. Bizni soat bilan kechqurun 2 bo'lganida opchamlarda o'sha 6-7 bo'layotgan bo'lardi. Telefon qilardilar, gaplashib o'tirardim. Turib, kiyinib, ishga chiqardilar. Ishlarida ham o'sha kafeshkada ishlardi. Eri xotin sajanlarni boshliq eri xotin kafe bor edi, o'sha ikkita kafelari bor edi, eri xotinniki, ana o'sha ikkita eri xotinni qo'lida ishlar edi. Anora bu yerda yomon deydi. Mana ro'molda kelasanmi yoki mana bu yerda qizlar ro'mol keladi, kepka kiydiradi, bosh yalang qo'ymaydi, soch tushadi deydi, forma kiydiradi, alohida fartuklarni kiydiradi deb biz gaplashardik. Uyi bilan ishxonasini masofasi 5 daqiqaligida o'sha uydan kiyinib chiqib ishxonasiga borib, ishxonada ham razdevalkada fartuklarni taqib, kiyinib, ishiga shunday chiqib telefonni bunday qo'yib bo'pti deb gap eshitaman deb telefonni o'chirgunigacha gaplashardik. To'g'ri. Yana bitta ma'lumot aytmoqchi edimda. Agar bizda o'zbek millatida shunaqa bo'lishi kerak. Agar o'zini osadigan bo'lsa, o'zini yaqinlari bilan xayrlashib oladi, rosa rizochilik qilib, farzandimni ko'rib olay deydi. Shunaqa ishlar qilgan bo'lardilar-da. Aytilinmadi-ku bu narsa. Uzoq gaplashilinadi, yig'laydi baribir ona bilan gaplashiladi. Unaqa narsa bo'lmagan-ku. Rangi o'zgaradi, sarg'ishroq bo'lib, qandaydir oldindan Narsani ko'rganda yig'laveradi, znak beradi. To'ppa-to'g'ri. Qizlar mana bitta anaqam bor Kerak edi. bo'lsa soatlab gaplashadi-da oldin. Endi men o'ylayman, to'g'ri, bu gapingiz ham to'g'ri, lekin uncha-muncha opcham kuchli, matonatli ayol edi. Uncha-muncha bunaqa nima deydi, musofir yurtda farzandi uchun ishlab yurgan ona, yana musofir yurtda o'zini bunaqa qilmasdi. Hech bo'lmasa o'zini yurtida bo'lsa ham boshqa gap edi, farzandini quchib hayotdan to'yib ketdim derdi. Musofir yurtda o'ligim shitda sarson bo'lib qolib ketsa-chi, hatto farzandim nima bo'ladi? Chin uyimga, qabrga qo'yisha olmasa-chi degan o'y xayollar bo'ladi-da. Ikkinchi vasvasa, ming vasvasa bo'lgan taqdirda ham unaqa kichkina joyda odam o'zini osish uchun matoh bilan o'sha nima deydi, buyum bilan o'zini osgani joy qidirgunigacha vasvasa tarqaydi. Boshidan o'tganlar bordir shunaqa narsa. Ayollarda mana bu bo'ladi-ku, vasvasa tarqab ketadi. Endi o'sha videodachi Sherzod onani aybdor qildi. Bildinglarmi? Agar rost hayotda to'yib ketgan bo'lgan taqdirda 10-etajda yashardi. Oyini otib yuborgan bo'lmasmidi o'zini? Sherzodni aybdor qildi. Dushoboyni anaqasiga bog'lab, o'zini osib, qiynab, xirillab telefon qilguncha. Shundan o'qib oyini otib yubormasmidi? Anorani gapini qo'shilaman, uzr gapingizni bildim. Hech qachon, hech qaysi ayol, men shunday deb tushunaman, farzandi bor ayol hech qachon farzandini tashlab ketmaydi. Tim bo'li farzandi uzoqda bo'lsa. Keyin o'lishga harakat etadi. Agar shu darajada o'zini hayotidan dunyodan do'ygan bo'lsam, farzandini bir marta bag'rina bosib, keyin o'lishni xayol qiladi. Nozima hamma farzandidan ham eng ustunga onamni qo'yardi, eng birinchiga qo'yardi. U onamni bunaqa vaziyatda kasal ahvolida tashlab ketishni xayoliga ham keltirmasdi. Onamga onajon o'zingizni avaylang, sizga bir narsa bo'lib qolsa biz nima qilamiz, men nima qilaman, sizsiz yashay olmayman deb yurgan. Yana bunaqa gapda ana voy gumoh qilmanglar, odam oxiratini tushuntirmaydi. Erkak kishi bor, mana Sunnatullo aka, yoshingiz katta bo'lsa kerak. Siz mana boyagi odam men chetdaman dedi-ku, Koreyaga borganman dedi-ku, Beksit aka. Mana Koreyadasiz. Bir ayol bilan shunchaki suhbatlashib urushib qoldingiz-da, ishxonangizda, kafeda. U ayol uyiga borib o'zini osib qo'ydi, boshqa sababga ko'ra. O'zini osib qo'ydi, keyin endi siz nima qilib, sizga telefon qilib xirillagan, siz chiqib qolib yordam berib chiqarib qolibsiz deylik. Keyin u qiz o'zini, o'sha ayol o'zini davlatiga, vataniga, O'zbekistonga qaytarildi. Qiz uydagilari internetlarga chiqyapti, sizga telefon qilib qotilsam, meni qizim shunaqa ahvolda kelyapti, deyapti-da sizga. Siz
o'sha Koreyada o'zingiz ishlayotgan kafelarni tashlab boshqa shaharga ketib telefoningizdan u qizni uydagilarni cho'rnilarga tiqib tashlab umuman yo'q bo'lib ketib internetga chiqib o'zi seni qizing fohishaydida seni qizing unaqa deb gapirasizmi yoki o'tirasizlar to'xtanglar meni indamasdan qotilga chiqarib qo'yishyapti deb shuni onangizga qilib onajon hamkasbim olamdan o'tdi meni gumon qilishyapti siz bunday kelib turing Toshkentga shuni aeroportdan tushamanda o'sha qizni uyiga kirib bandaligimizni bildiraylikda bir og'iz men tushuntiray onasiga kirib onajon bandalik lekin siz noto'g'ri o'ylayapsiz deysizmi siz qaysi birini qilasiz o'sha qizni uydagilar kelib siz meni noto'g'ri gumon qilyapsiz meni aybim yo'q deb o'zingizni oqlab keling qayerda guvohlik berish kerak men o'zim turib beraman deysizmi yoki ishlayotgan joyingizda u qizni tashlab internetga chiqib bu fohisha edi u unaqa edi bunaqa edi deb qizni uydagilarni cho'niga tiqib yo'q bo'lib ketasizmi shu savolga men javob beray sizlar qaysi birini qilardinglar shu savolga men javob beraman maylimi Xo'p. Любой нормальный erkak nikohda yashaydimi nikohsiz yashaydimi yashab birga yashagan kamida 1 yilmi 2 yil yashagan ayolini yaxshi ko'rgan ayolini urushib o'zini o'ldiradimi yoki boshqa sabablar jondan to'yib ketgandan o'ldiradimi qolib ketgan o'ligini unaqa avaziga o'xshagan odamlarni chaqirib fohishaga chiqarib unaqa narsa qilmaydi o'zi bilan o'zi olib borib o'zi ko'madi kerak bo'lsa o'zi qo'yadi qabrga kerak bo'lsa yo puli yo'q edi biletga kelib ketishga puli yo'q ekan deb o'ylasak Sherzod Nozimani janozasidan keyin ham uyiga pul chiqargan ekan Nozimani o'rtaga qo'yib anchasidan pul qarz oldirganda Nozimani bo'yniga uyini 2 tashqa qilib ko'targ'izgan arzimagan narsa uyga jo'natgan puldan ota-onasi bor ekan ota-ona o'sha otasi onasi bilar ekan xabar bor ekan menda shunaqa bo'lyapti yoki ota-onasi ham aytsa bo'ladi-ku seni qotilga chiqarishyapti aybing bo'lmasa O'zbekistonga kel yur borib tushuntiraylik uydagilariga bolam deb ya'ni u bolani o'zida fikr bo'lish kerak-ku meni qotil qilib qo'yishyapti erta meni O'zbekistonga borib mayta Koreyada bosh ko'tarib yurishim bor yo'q shunday onasiga telefon qilib onajon siz noto'g'ri tushunyapsiz mana men shu kunga bilet oldim O'zbekistonga boraman qayerga guvohlik berish kerak nima qilay men ayting men boshdan oxirigacha aytib beraman deb yo onani oldiga turib birga harakat qilish kerak emasmi qotil bo'lmasa bitta blogerning orqasiga yashirinib turmoy qilsa orqasidan chiqib baribir Anora siz baribir yoshlik qilasizda u hech qachon opoyingizni yaxshi ko'rmagan uchi shunaqa qarzlari bir narsalardan foydalanish uchun pulidan foydalanish uchun shunaqa qilgan gapingiz bo'lyapman yaxshi ko'rmaganlikda emas bo'ladi g'irt begona ayol bo'lganida ham erkaklar men mana nima qilar men bir misol qilib oddiy bir begona hamkasb deb misol qildimda oddiy bir ko'chadagi bir begona qiz bilan urushib qoldi shunchaki hamkasbingiz g'irt begona ham emassiz hamkasbingiz urushib qoldingiz u o'zini boshqa sababi bilan borib o'zini osgan ekan lekin siz qotilga chiqib qolyapsiz siz borib nima qilasiz opa qizi uydagilarga men turib beraman qayerga guvohlik berish kerak deysizmi yo yashirinasizmi boshqa shaharga qizi uydagilarni cho'niga tiqib tashlab u puldan foydalanib turib undan uyat bo'ladimi Anora singlim agar u bola normal bo'lganda shuncha yashab ayolni bunaqa qilib yomonlab chiqmaydi normalni erkak tushunyapsizmi u qizni yaxshi ham ko'rmagan pulidan foydalanish uchun yurgan ochamiz Sherzodni o'rnida sizlar bo'lganinglarda nima qilgan bo'lardinglar aybsiz ahvolinglarda mana aybsiz bo'lsanglar Sherzodni o'rnida nima qilgan bo'lardinglar aytaymi Sherzodda agarda Sherzodni o'rnida bo'lganda deyapsiz Sherzoddagi ish qilinmas edi u Sherzod o'zini ishini qildi-da u shunaqa odam o'zini ishini qildi boshqa odam bo'lganda Sherzoddagi ish qilmas edi Assalomu alaykum. Men 1 minut gapiraman, 1 minutdan emas 30 sekund. Anora eshityapsizmi? Men gapiravering. Yaxshimisiz? Alloh sabr bersin, qolganlarga sog'lik bersin. Singlim, sizdan bitta iltimos, men o'shandan beri kuzataman. Oyizlarga ham 1-2 marta yozdim. Sizdan iltimos, o'zingizni ham, oyingizni ham charchatmang. Bu gruppadagi hech qaysinimiz hech nima qilib bera olmaymiz sizga. Faqat quruq gap bilan sizni avrashimiz mumkin.
Alaykum hammaga. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Men bu Anoraga 2 kishi yozib ko'taringlar tepaga gapim bor degandim. Men Koreyada yoshim 27 da, Koreyada 4 yildan beri xalqaro munosabatlar, inson huquqlari sohasida o'qiyman. Bo'lgan voqeani men ham ko'rdim orada. Mana Avaz degan odamni keyin Oliy O'zbekistonga jasad jo'natishga hammasini ko'rdim. O'zim fikrimni aytmoqchi edim. Bu yoqda Koreyada chet ellardan qo'shganda bu yoq 53-54 million odam yashaydi bu yoqda. Где-то Navoiydek viloyatda, Navoiy viloyatidek hududi bilan bir xil Koreya. Juda tor, odam juda ko'p. Hamma yoq kamera, bu yoqda sivilizatsiya juda O'zbekistondan 40-50 yil oldinda. Boya bitta akam aytdilar, 12 ta rayonida bo'lganman, nima bo'lganman dedilar. Endi bu yoqda muammo nima bo'lyapti? Bizning O'zbekistonning posolstvasi, O'zbekistonning tashqi ishlar bo'yicha siyosati toshbaqadan ham sekin ishlaydi. Endi tanqid bo'lsa ham endi qamab yuborishmas bu gapimga. Bu haqiqat. Nima demoqchiman bu yoqda qaranglar. O'zbekistonning posolstvasi, O'zbekistonning tashqi ishlar siyosati Koreyada pasport, nikohni tasdiqlab berish bo'yicha ishlaydi. Bu boshqa narsaga u borishga aqli ham yetmaydi, uni odami ham yo'q borib turib, misol advokat O'zbekistonda bo'lishi mumkin, lekin Koreyada unaqa ish kuchi ham yo'q, bo'lsa posolstvada 10-20 ta odam bordir. Ular ham koreys tilini zo'r biladigan odam, o'zini ishiga layoqatsiz odamlar. Tanqid bo'lsa aytaman. Ikkinchidan kelib turib, misol Koreyada mana Telegramda ko'payib qolgan, o'zida advokat yasab olganlar, boyagi Nozima degan kishini onalariga Telegramdan tasdiqlanib nimadir olgan qiz ham bor, o'zida advokat yasab olgan Koreyada. Koreyada hech qanaqa chet elliklar advokat bo'lishi juda ham qiyin narsa. Chunki advokat bo'lish uchun davlat imtihoni bor. Bu davlat imtihonidan o'tish uchun kamida koreys tilini bir 10 yil o'rgangan bo'lish kerak. Uni anaqasi talabi juda ham yuqori advokat bo'lish uchun. Unaqa odamni men Koreyada ko'rmaganman hali. O'zidan qonuniy advokatni o'zini sertifikatini olgan odamni ko'rmaganman. Nimaga? Chunki talabi juda ham qiyin. Bu til bo'yicha o'zbek tilidan ham zo'r bilish kerak koreys tilini u darajada bo'lish uchun. O'shanaqa kadrlar Koreyada yo'q. Koreyaga pul topgani keladi hamma. Ko'pchilik 90% dan yuqori odam zavodda qora mehnatda yuradi Koreyada. U 10% yuqori qatlamda yuradigan odamlar juda ham kam. Bu yoqda muammo nima bo'lgan? O'sha ish ochilgan vaqtida o'zi agar normalniy delegatsiya kelib turib, normalniy odam kelib turib qo'shilganida bu ishga boshida hammasi o'sha Koreyada voqea joyida hammasi ayon bo'lardi. Chunki bizning ishxonamizda Koreyada odam o'lganida bir haftami 10 kun qizil lenta tortib qo'yilgan ishxonaga, odamzod kirib qush ham uchib chiqib kira olmagan ichkariga, ishonasizmi? Koreyslar o'zida bo'lgan. Yo'q, u koreys bo'lgan. Endi bular qonuni shunaqada. Endi chet elliklar masalasiga keladigan bo'lsak, Koreyada chet elliklarga umuman qizig'i ham yo'q koreyslarga. Bular shunaqa xalq. Talab qilinmasa bular ortiqcha bir narsa ham qilib qo'ymaydi hech qachon. Chet elliklar eng anaqada oxirgi tabaqada turadi Koreyada. Endi nima deydi? Bular hozir yo'q forsang, yo'q nima deydi, kep boshingni yog'a qoqadimi, qo'y, indama. Yopti korrupsiya bilan shu yopti qiladi. Bu narsa muammo bo'lgan. Eng katta muammo nima bo'lgan? Boyagi vafot qilgan odamni onalaridan tasdiqnomalar olib borishgan internetdan turib. O'sha narsaga qo'l qo'yib yuborgani, anaqa dalolatnomaga, tasdiqnomaga, o'sha eng katta xato bo'lgan. Ikkinchi o'shandan keyin ish yopildi deb bular berib yuborgan Koreyaga. Bularga vaqti anaqasi, bular nabir xursand bo'ladi koreyslar. Mana ish yopildi, anaqa bo'ldi. Bular lekin pasol o'shani tekshirish kerak ekan, shu joylarga boradi. Pasolchi faqat pasport so'rab o'tsa yangilab berishga, ikkita zaksga o'tkazib berishga ishlaydi narsaga. O'zini fuqarosini himoyalab, nima bo'ldi hammasini qilishga nima qilar ekan pasol. Biz hozir O'zbekiston qonunchiligi, qarang, O'zbekiston qonunchiligi demak pasolstvani u yoqdan tekshirilmaydi, shunaqami? Tekshira olmaydi. Pasolstvani aytdim-ku, pasolstvada kadr ham yo'q borib turib aralashadigan misolda. Mana bizga o'xshagan odamlar universitetda o'qiymiz, o'zimizdan anaqamiz bilan karieramiz bilan ketamiz. Bilimi bor odamlar ham, lekin to'g'ri gapiryapsiz. Mana shu joyda juda Assalomu alaykum. Masjidda bitta nima bildirib ketdim. Assalomu alaykum Feruza opa, Alloh sizga shifo bersin. Barchalaringga sabr bersin. Men 18 yildan beri Turkiyada yashayman. O'zbekiston posolstvasi juda ham kuchli ishlaydi o'zi aslida. Agar yerda tanish bilishi bo'lmasa, avvalgi tanish bilishi borligi uchun
buni berkitib tashlagan deb o'ylayman. Chunki posolstvoni advokati ham bor, O'zbekiston fuqarolarini himoya qilish uchun advokati ham bor, tergovchisi ham bor. Hamma yuridik shaxslari bo'ladi posolstvoda. Qanga o'tiribdi-da. Nimaga o'tiradi? Da. Просто bitta O'zbekiston Koreyadagi posolstvomiz Avazbek bilan birga ish qilar ekanda bundan chiqdi. Shunaqa. Qonuniy ishlar ekan. Nimaga tashqi ishlar vaziri jim bo'lib turibdi? Hamma hayron. Nimaga ayollar gapiradi, boshqalar jim turadi? Nimaga hech kim dalil bilan gapirmayapti? Gapirsam maylimi? Gapirilyapti. Shahlo gapiryaptilar. Gapirib oling, oxirigacha gapirib oldingiz. Assalomu alaykum. Men posolstvoga ishim tushganida bilaman. Что posolstvo O'zbekiston har qaysi chet elda O'zbekiston posolstvosini advokati ham, yuridik shaxslari ham, prokurori ham, tergovchisi ham bor. Assalomu alaykum. Ular boru. Assalomu alaykum. Gapirsam maylimi? Anaqasi to'g'risi. Allo. Shundan gapiryapsizlar, jinoyatni ochishga bir nima gapirmayapsizlar-da, to'g'risi ham. Jinoyat ochiladimi, ochilmaydimi? Kevatku, u bitta gapirsam Shunda maylimi? bitta gapiring, iltimos boydan beri poylab turibman. Mana hozir Koreyada devasili har bitta joyda kameralar bor. Даже lift ichida ham kamera bor deyilyapti. O'shanga bitta mas'ul odam borib tekshirtirish kerakmi deb o'ylayman. Oddiy kamera deylarni ham o'chirib tashlash mumkin-ku. O'chirtirib tashlash mumkin-ku kirgan chiqqan soatlarini. Qarang, u anaqada masalan bitta bo'yicha qarang, o'sha binoda kamera bor-ku Koreyada. CCTV degan narsa bor. U binodagi anaqalar bitta u Nozima bilan anaqasi yashamagan, boyagi yigit yashamagan, u odamda u anaqada zdaniyada ancha odam yashaydi. Liftdagi любой joydagi anaqani Koreya 2 yillik istoriyagacha topsa bo'ladi. Politsiya borib turib 2 yillik zapis qo'yib oladi. O'chiranmaydi, narsa. Yo'qotib tashalgan, dalilni yo'qotib tashalgan. Shu kameradan olindi, birinchi advokat, u advokatni sotib olishdi. Bu narsalar dalil isbot bilan gapirib bermayapsiz. Kameraga tushgan mavjud, bu hali tasdiqlangani yo'q. Olingandi, advokat sotilgan, advokat olindi. Mana ish hozir bo'lyapti, kameralar ochilyapti, ochildi ham. Tasdiqlanmagan deb aniq fikr bildirmanglar. Bu hali nima tergov davom etyapti-ku. Bu kriminalniy mana surishtiruvlar tergov endi boshlangan. Ularni davrida bo'lmagan hali tergov. Unaqa kameralarni ham sinchiklab kirib ketgan, qiziq holat sodir bo'layotganda nechida kirib ketishgan va marhumani nechida olib chiqib ketishgan, qanaqa ahvoli, necha kishi. Unga qaralmaganda, lekin undan oldingi Nozima Sherzodov ikkalasi kuzatib chiqqanini ko'rishgan ekan. Mantiq qani? U kimni kuzatib chiqqan? Uni nima farqi bor? Erta o'sha vaqtga yaqin nimada kim kirib ketgan, kimlar chiqib ketgan, avvalo gumonlanuvchilarning yuzlarini nima deydi, yaxshilab o'rganib chiqib, nima qilish kerak emasmi? Keyin kameralarni tekshirish kerak emasmi? Buning uchun ozgina vaqt kerak-da. Hozir men savolim bor. Qaranglar, mana gapirildi-yu, o'sha narsa nima bo'lyapti? Kecha rosa maslahat qilinuvdi, challenge bo'ladi deb. Boya O'zbekiston posolstvasi haqida gapirdinglar-ku. Mani o'rtog'im Katada suvda cho'kib ketdi-da 3 yil oldin. Mani o'rtog'im O'zbekiston Koreyada suvda cho'kib o'ldi. Anaqada baliqqa borib turib o'ldi. O'sha anaqasini bularni politsiyasi ham juda anaqa ishlaydi. Chet elliklarga nisbatan toshbaqa rejimida ishlaydi. Juda bir ko'ngildan chiqarib bir insof bilan ishlamaydi bular. Politsiyasi ham, tashqi ishlari ham, hammasi. Nimaga? Chunki chet ellik. Assalomu alaykum. 1 minut aka. Bitta narsa bo'lgan bizda maylimi? Noto'g'ri gapirdingiz. Uka, chet elliklar biguklaga noto'g'ri ishlaydi demang politsiyasini. Yo'q, noto'g'ri ishlaydi. Anaqasini. Aka, men bitta gapiray, to'xtab turing siz. Yaxshiyam aylantirib Biz bitta az yurtdoshlar blok qilamiz hozir hammani. Bitta gapiramiz. Men tugataman gapimni, qaranglar. O'rtog'im o'tib qoldi, anaqada suvda qidiradiganlar keldida, 3 kun qidirdi, bizni suvga tushishni qo'ymadi, lekin topa olmadi. O'zimiz topdik 3 kundan keyin kirib turib o'shani o'zbeklar yig'ilib turib 20 kishi bo'lib topganmiz. O'rtog'im baliqqa borib cho'kib ketgan edi. Posolstvodan birorta odam kelmagan. Mana shu odam o'ldi, ish nima bo'lyapti? Turib voqea joyiga
posolstvodan birorta odam kelgani yo'q. Mana men sizlarga posolstvoni aytib beraman siyosatini. Jo'natayotganimizda ham birorta odam qanaqa challenge qilish kerak? Chalg'itmang. Siz Eshityapsizmi? qanaqa Qanaqa gapiryapsiz? challenge qilish kerak? Alo, Barnaxon, eshityapsizmi? Bilasizmi qanaqa challenge qilish kerak? Posolstvoni olib tashlash kerak. Posolstvo haqida hech kim posolstvoda ishlamaydi deb. Posolstvo haqida gapirmanglar. Posolstvoga ish yetib bormagan hali realni. Iltimos bitta gapiring. Nuriddin aka. Hozir men aytib beraman rosa bizga nisbatan rosa negativ qilayotganingiz yomon. Posolstvoga unaqa bunaqa kelmaydi. Unaqa emas. Siz qarang, posolstvoga yetib qanaqa yetib borgan voqea, boshqacha yetib borgan. Eshitding? Yo'q, quloq emas. Stolning ustida bunday aralashib ko'rmaydimi? Surishtirmaydimi? O'zi korrupsiya posolda. Posolda olib tashlash kerak deb challenge qilish kerak. To'ppa to'g'ri, qaneshni, hammasi quloq. Hurmatli odamlar, ishchilar, gapim bor edi. Masalamda mana chet elda yurganlar, posolstvoga ish tushgan odamlar juda ham yaxshi biladi ularning muomalasini, insonlarga qanaqaligini. Bu akani ham gaplarida jon bor, to'g'ri gapiryapti. Posolstvodagilar borganmiz, biz ham bilamiz qanaqa ishlashini. Hammasi ham bir jonini fido qilib ishlab bormaydi. Posolstvoga bitta fikr bildirsam bo'ladimi? Shudagi narsa bo'lyapti. Bu O'zbekiston fuqarosi boshqa davlatda o'lib ketyapti, tushunyapsizlarmi? Bu oddiy hujjatli narsa emas. Hujjatli narsa любой posolstvoda mana shuna hal bo'lib chiqishi qiyin. U narsa to'g'ri 100% oylab kerak bo'lsa Qaznoylar olib даже kirish uchun ham oylab yurish mumkin. Lekin mana bu joyda qizlar tushunmayapsizlar, O'zbekiston fuqarosini mayiti chiqib ketyapti, tushunyapsizlarmi? Shu bo'yicha mana shu joyda korrupsiya bo'lgan deyapmiz. Qaranglar, mana kartoshka qopni jo'natib yuborgan. Qopni. Koreyada kerak, challenge. Yo'q, pasol anaqada, misol qaranglarda bitta misol pasol emas, xodimlar. Men bu koreycha nimada bayroqda turgan pasol ishlamaydi, unaqa bunaqa qilmaydi deb boshqalarning hafsalasini pir qilish uchun bunaqa gaplarni olib kelmanglar, baraka topkurlar. Pasol ishlaydi. Beraman sizlarga, qarang. Barnopa to'xtab turing. Chetda yurgan odamlar juda yaxshi biladi, ish tushgan odam opa. Hamma bilib gapirmayapti. Bu akaning ham gapida juda ham to'g'ri jon bor. Bola to'g'ri gapirdi. Ishlamaydi. Koshbaqada. Aytib beraman, eshitib turinglarda, qaranglar, bitta narsani sizlarga zo'r tahlil qilib beraman. Mencha ko'p gapirishni yoqtirmayman o'zi. Kimgadir aqliy ko'rinish niyatim ham yo'q. Ichim achigandan gapiryapman. Qaranglar. Men Koreyada 4 yil yashagan bo'lsam, studentman, biror marta ishim tushmagan posolstvoga. Lekin misol o'rtog'im o'tib qolganda ko'rganman O'zbekistonning tashqi siyosati qanaqaligini. Birorta odam kelmagan, birorta odam даже telefon ham kelmagan bizga O'zbekiston tomonidan. Posolstvasi ham boshqa tomondan. O'zimiz qilganmiz hammasini. Ana ehtiromga qilmaganmiz. O'zimiz shu 2 million dollardan tashlab turib O'zbekistonga chiqarib yuborganmiz-da, misol uchun-da. Mana avazga o'xshagan odamlarga ham ishimiz tushmagan misolda. O'zimiz hal qilib yuborganmiz. U video olib turib, kino ham ko'rsatmaganmiz Instagramda. Bu narsadan umuman foyda yo'q. Lekin yana bitta narsa aytmoqchiman. Anaqada O'zbekiston chetdagi tashqi siyosati hech qachon oxirigacha o'sha yozilganchalik aniq qilinmaydi. Chunki O'zbekistonning o'zida bilasiz, o'sha yozilgan qonun qanchalik amalga oshirilishini. Chet elda vaqti qiyin narsa. Yozib qo'yilgan qonun amalga oshmaydi. Hamma posolstvo deyapti-yu, posolstvoni vazifasini o'zlaring bilasizlarmi, opalar, akalar? O'zlaring hech o'ylab ko'rganmisizlar posolstvoga qanaqa murojaat, qanaqa posolstvodan yordam olishligini bilasizlarmi? Posolstvoni xizmat vazifasi nimaligini bilasizlarmi hammalar? Vakolatini, to'g'ri. Huquq, qarang, posolstvoni huquqlari jasad bilan bog'liq. Ekspertiza o'tkazilganda javobini olsa, tergov bo'layotganda tergovga bemalol aralashsa, ya'ni kameralarni o'chirsa, bitta shaxs biriktirsa, polniy mashhur nima deydi? Men bu jasad bo'ldimi? Kim bo'ldi? Уже posolstvoga avaz aytgan ekan, prямой efirda rosa o'shqirdi. Men posolstvoga mana deb lichkasiga yozgan ekan. Gumondor shaxs bor-da, gumondor qotillikka o'xshayapti hech degan. qanaqa posolstvo morgga qolgan davlatda ichki siyosatiga aralashmaydi. Pasport bilan asosan shug'ullanadi. Shu davlatiga chiqarib yuboradi posolstvo. Posolstvo o'zini fuqarosini
eshitinglar, eshitinglar, iltimos, eshitinglar. Posolstvoni sizlar gapirmanglar. Hammalar posolstvoga ishinglar tushib, boshqa bo'lganmi, bo'lmaganmi? To'xtab turing, Shuhrat aka, ishimiz tushib borgani uchun gapiryapmiz. Chiqdi pasport bilan bo'lgan muammolarni hal qilib Fuqarosini himoya qiladi, fuqarosini nima deyapsiz? Siz oldin o'zingiz bilib oling. Pasport fuqarolarni himoya qilishi, chet elda yurgan o'z fuqarolariga yordam beradi. Pasport yo'qolsa yangi hujjatlarga yo'qmi? Biringlar, iltimos. Iltimos, hozir blok qilaman, blok qilaman hozir bitta gapiramiz. Siz o'zingiz qani aytingchi, posolstvo nima ekan, elchixona nima ekan, siz shuni aytingchi, o'zingiz aytib bering mana. Sizdan eshitaylik. Iltimos hamma jim bo'lib tursin, qani aytib bersinlarchi, posolstvo faqat pasportga berarmikan metrka bilan. Biz ham bilaylik shu narsani. Sizda bo'lib qolganda Anora siz ham ozgina nafas olib, ozgina insonlar eshitishni o'rganing, iltimos. Xo'p. Anora javob beryapti-ku, shu nimani tepasida turgan odam bo'lgandan keyin. Bitta hamma turibdi, nima Anorani og'zini yopyapsiz? O'shayotganlarni o'chirib qo'yishni ovozini. Jinoyatlarni nimasini ko'rgan odam bo'lganiki gapiradi, kim gapiradi? Qanilar, elchixona nima aytib bersinlar o'zlari. Kim aytib beradi? Elchixonani vazifasi faqat pasport bilan metrka qilib berishmi? O'zini fuqarolarni himoya qilish hisoblanmaydimi? Bor narada o'yna. Ne aqllilik qolsa tikirib olib, Odamlar. Pasolstvodan bilasanlar, ularni olsa, Ne publika bo'lmoqsa. Nimaligini. Google-da ko'ryapsiz. Metrka ham qilib bermaylik bizlar. O'lganlari rasmiy bo'lib saytga kirgizadi. Keyin oilaga xabar beradi. Shu bizni masalan biz O'zbekistonda posolstvo, biz O'zbekiston posolstvosi bizni Koreyada masalan biror kishi o'ldi deb oilasiga bildirish kerak. Keyin masalan o'lgan shaxsni jo'natishga yordam berish kerak-da. O'lganni ham qarash kerak. U darajada kirib bora olmaydi anaqaga. U darajada Koreyada Men unaqa qilib, siz chalg'itmay unaqa qilib, posolstvo mana Anora siz jahlingiz chiqyapti hozir. Posolstvo ishlamagani uchun deyapsiz-ku. Uni ham yo'llari bor. U elchixona, qizlar tushunasizlarmi? Elchi eski davrdan boshlab elchini nimaligini bilasizlarmi? Elchixona u tushunasizlarmi? Sizlar qonun yo'q deydi-yu, aralashaveradi hamma yoqqa. Endi tushunasizlarmi? Bu xabarchi degani. Endi va bu narsalarning hammasini xabarini berish kerak degani. Vakili degani. Elchixonaga shuncha narsa aytilgan ekan, bu yerda qotillik alomatlari bor deyilgan ekan, gumondor bor deyilgan ekan. Avazbekning profilida Avazbekni o'zi ham aytgan, men xohlagan videomni qo'ya olmayman, mani har bitta qo'ygan videomni pasoldagilar tekshiradi, ko'radi degan. Pasoldagilar o'sha videolarni ham ko'rgan ekan. Posolstvo, elchixona boshqa davlatda yurganimizda, ana o'sha elchixona bizning davlatimiz hisoblanadi. Bizni haq huquqimizni, sha'nimizni, bizni himoya qiluvchi nima deydi? Chegara hisoblanadi-da. Biz o'sha yerda davlatimiz bo'ladi. Shuni aytdim sizga. Chiroyli qilib hujjat taqdim qilingan o'sha joyga. Tekshiruvga kelingan odamlar ham mana shu joyda yopti bo'lib ketgan. Mana bu joyda korrupsiya ishlayapti. Lekin o'sha korrupsiya ishlayapti. Siz aytyapsiz hozir mana bunaqa qilib biz bilan aloqaga chiqmaydi. Nimaga qo'rqadi? Prezidentimiz aytgan-ku, har bir katta odam aholiga qo'shilinglar, aholi bilan hamnafas bo'linglar degan qo'shilmaydi u odam. Posolstvadagilar O'zbekiston bilan birlashishadi-da. Posolstvo bilan svязda bo'ladigan odamlar, ular boshqa odamlar bo'ladi. Ular o'zlarini erki bilan sizlarga telefon qilib mana shunaqa qildik deya olmaydi. Faqat uni ham yo'llari bor, murojaatni qilinadigan yo'llari bor. U yoqqa zapros tashlash uchun bu yerda delo ochilishi kerak. Muhokama bo'lib turgan joyda nahotki posolstvo, tashqi ishlar vazirlari jim turaversa, qanday jim turadi? Ya'ni yo'q, bu vaqtga topshirilgan narsada qizlar sizlar olib ketyapsizlar, hozir organda ham mana shunaqa, qonunda ham mana shunaqa ishlamaydi deyapsizlar. Unaqa emas, qizlar tushunmayapsizlar. Hujjat siz aytib beringchi qanaqa?
Men aytyapman, O'zbekiston qonunchiligini o'sha joyda himoya qilish uchun man gapirayda, gapingizni bo'lganim uchun uzr. Hammasi ishlayapti. Davlat ham ishlayapti, o'sha elchixona ham ishlayapti. Просто u haqida yopiq ma'lumot sirtga chiqish mumkin emas. Aytib bo'lmaydigan gaplar borda. Ishlashyapti, ishlamayapti emas. Maxfiy faqat, maxfiy ish bo'lyapti. Uni ommaga chiqarib, ochiq oydin gapirilmaydigan gaplar borda. Ishlashyapti. Ishlamayapti. Yaxshi ham shu yuristlar bor, davlatda turtib turibdi-da. Itga it quyruqqa bo'lib yotibdi davlatda. Davlatda ishlamaydi. Agar yuristlar bo'lmasa, davlat hayotda ishlamaydi. Chet elda yurib borganinglarda bilasizlar. O'tirib admin ana endi savolim bor. Gapirtirishmaydi bular, opa, gapirtirishmaydi. Faqat o'zlari gapirish kerak. Qaranglar, chet elga chiqib, posotvaga ishinglar tushib, eshik tagida o'tirib, qaytib borganinglarda bilasizlar ularning qanaqaligini, to'g'risi ham-da. Ishinglar tushmaguncha bilmaysizlar. O'tirib olib gapiravermanglar. Yurist sifatida Anoraga savolim bor edi. Anora, qarangda, sizni onangiz Sitoraga davrnos berilgan, to'g'rimi? Berilgan. Berganlar u yerda Sitoraga. Onamni nomidan o'sha yerda nima deydi? O'sha onamni nomidan ish qilish nosiga. Ko'rgancha hammasi ma'lumot berilgan. Ular o'zi allaqachon ko'p ishni xalqi bo'lgan. Hozirda shu davrnos O'zbekistonda berilgan-ku, u yoqda O'zbekiston tomonidan yoqqa berilgan-ku. Bekor qildinglarmi shuni? Ha, bekor qilganmiz. Bekor qilgansizlar, to'g'rimi? Davrnosdan advokatlar nimalarga foydalanganini aniqlash kerak-da, ishni keyin o'shanga qarab yo'naltirish kerak. Balki onangiz nomidan davoim yo'q deb ko'rsatilgandir bironta organga yoki